Assalamu alaikum, qarindoshlar. Salomat turinglarmi? Xeyli vaqt ko'rishgan bo'ldik. Buningdagi asosiy sabab nima deymiz? Ko'ngilsizliklar keyin-keyin bo'lib ketyotdi. Bizmi bilganimizcha o'zimizning ko'z qarashlarini izchil o'tirib qo'yib kelayotgandik. Buningdagi maqsad xalqimiz orasidagi bizga o'xshash ideyadagi qarindoshlarimiz bilan doim fikr almashtirib turish. Ham navbatda shu yuz berayotgan Uyg'urlarga munosabatlik har turli masalalar to'g'risida o'zimizning ko'z qarashlarini o'tirib qo'yib turish. Ammo umumiy yuzlanish odamniki ko'ngli doim yerim qilib turg'ash, odamniki ba'zi ishlardagi aktivligimi biza sovib qoladi. Shunga burun haftada bir qatim ko'rishib turgan bo'lsak, mana hozir mana 2-3 haftada bir qatim ko'rishadigan odat shakllanib qolyapti. Buningda asosli sabab vatanniki hamda bu vaziyati qarovsiz holatda. Ammo odamning ko'ngli ko'proq yerim qilayotgani shu chet eldagi bizning qarindoshlarimizning sharkatlari bo'lyapti. Shu sababdan adam ekranda toza oshqisi kelmaydigan bo'lib qoldi. Ammo qanday bo'lmasin, 1 yildan eshibdi, 2 yilga yaqin, 1,5 yil, 2 yil bo'lib qolibdi. Mushu jarayonda az bo'lmagan qarindoshlarimiz bilan to'rda tanishib, ekranda tanishib, fikr almashtirib, muңlashib kelyapmiz. Bu sababli biz jimib qolsak, bir qism qarindoshlarimiz bizni jim o'taqib qo'ymaydi ekan. Ya'ni biz maydonni tashlab bersak, o'tirliqni qo'zg'ollar egallab ketadi ekan. Ish qilamiz-mu, garchi qilgan ishlarimizning unumi degandek bo'lmasa-mu, biz yanada o'zimizning ko'z qarshida ching turishimiz kerak, o'zimizning maydonda ching turishimiz kerak. Ham doim shu maydonda petiqlayotganlarga o'zimizniki ovozimizni yetkazishimiz kerak degandek fikrlar menga uzilmay kelib turdi. Bo'libmi shu 1-2 haftaning oyog'i menga nurg'un xatlar keldi. Men bevosita taniydigan yoki ekranda tanishgan qarindoshlarimizdan deydiki, ovozingizni anglab tursak, fikr almashtirib tursak. Bu sababli bugun alohida sabab yo'q. Bay degandek shu navbatdagi chet eldagi Uyg'urlarniki ish faoliyatlari, umumiy vaziyat to'g'risida tuvandagi qarindoshlarimiz bilan yana bir qatim fikrda o'rtoqlashish uchun ekronni takror ochdim. Bugun yana ekranimizga konu sirdoshlarımızdan, konu do'stimiz bo'lgan Abdurahimjonni taklif qildim. Assalomu alaykum Abdurahimjon. Salomat turingizmi? Uzun bo'libdi ko'rishmagili. Va alaykum assalom. Rahmat. Salomat turyapmiz, rahmat. Leksiyalarimizni anglab turyapmiz, yaxshi bo'lyapti. Endi qanday bo'lmasin, siz ko'pni ko'rgan, ko'pni anglagan, ko'p mulohaza qiladigan birisi. Shunga o'zingizniki o'ylaganlaringizni ko'pchilik bilan o'rtoqlashishingiz muhim deb o'ylaymiz. Shunga sizning qilayotgan ishlaringizni yaxshi bo'lyapti. Yaqinda xil xalqimiz qiziqadigan temalarda leksiyalarni so'zlayapsiz. Bu ishingizni davom qilishingizni umid qilaman. Bu yerda endi bugun meni 39 ma'lumotgan qarindoshlarimiz bor. Ekronni ochmamsa, gap qilmamsa, so'zlamamsa, nima bo'lib ketyapti Uyg'urlarning ichida? Jimib ketdinglarmi? Nima bo'ldinglar? Tashlab etdinglarmi? Taslim bo'ldinglarmi? Yoki ashlarnikini to'g'rilaydigan bo'lib qoldinglarmi? Gap qilmamsa, nima bo'ldi deydigan. Mushta qarindoshlarimiz o'taqizmidi. Shunga bugun yana o'tirib siz bilan fikr almashtirg'ach, navbatdagi shu milliy da'vo masalasidagi umumiy vaziyat va bo'layotgan ba'zi g'ayriy ahvollar to'g'risida ozroq fikrlashaylik deb o'yladim. Buningda endi mening shaxsan o'zimniki nuqtasini aytsam,
Muşu Rabia Kadir Hanım hem Uygur'unu bir yek jığıp bir merkezini asıl kılgan ahval buzgunçılıkka uçurap Uygurlar tarixdek çeçilip ketkendan keyin yana bir muşundaq bir mutlaq köp sondagi Uygurlarninki ideyasini bir yerga akilib o'rtaq harakat qila oladigan mutlaq köp sondagi Uygurlarni yetaklay oladigan mushtaq bir markaz shakllanish ehtimoli bormidi degan bir orzu bilan shaxsan men shu surgunlik hukumatniki tashviqotini 6 oydan ortiq qilgan edim. Hem bu yerdagi surgundagi hukumatdagi qarindoshlarimizniki taklifi bilan Amerikaga o'zim berib, o'z ko'zim bilan ko'rib kelay dedim. Chunki u yerda yig'in ichilishdan burun ba'zi g'ayriy ahvollarni sezgandan keyin bu ahvolning yuz berishi nihoyatda og'ir oqibatni keltirib chiqardi. Biz berib, hamda qo'limizdan kelishicha bu ishni o'ngshashga tirishaylik deb asosiy maqsad shu maqsadda borgandik. Ama nihayet afsus, biz ko'rishni xohlamaydigan, ham mutlaq ko'p sondagi Uyg'urlarimiz ko'rishni xohlamaydigan bir nachar ahvol yuz berdi u yerda. Shunga men bu nihayet ko'nglim g'ash holatda qaytib keldim. Shundan keyin ancha qo'llanma ishga bormaydigan, ko'nglimni jiqishlarni topmaydigan bo'lib qoldi. Chunki boya degandek, Rabia Xonim rehberligideki bir merkez buzulgandan keyin Uyg'urlar orasida nihoyatda bir chislangulik yuz berib ketdi hozir. Bek chishilib ketdik. Masalan, deylik shu Istanbulda hozir 40-50 tashkilot bor ekan. Bu bek kulgili ahvol. Ham shu Seyit Tumturk boshchiligidagi mustaqilchilar Parijga yig'ilib shu mustaqillik ideyasidagi qarindoshlarni bir yerga akilib, yana bir markazni barliqqa keltirdi degan bir umid bilan ulardan zo'r umidlarni kutgandik, ammo afsus Parijdagi yig'indan keyinlar ularning ish faoliyatlarini ko'rmay qoldik. Asosan Seyit Tumturk apandining yolg'iz o'z beshga faoliyat olib berayotganini ko'ryapmiz. Endi siz burundan biz biladigan shu yaqinqi zaman tariximizni bo'lib shu davosimizning tarixini nihoyat yaxshi biladigan bir qarinishimiz bo'lishimiz bilan hozirgi masalan Bay ben azraq bir ko'ngilsizliklarni tasvirlab o'tdim. Endi sizni bilmadim, davomli qaranishib tura olmaymiz telefonda. Sizning shu navbatdagi mushtariy ko'z qarshingiz qandaq? İnşallah sizde bundaq bir ko'ngilsizlik yuz bermaganda deyman. Endi menda men endi bu tashkilotlarning ish qarshisiga rasmiy bir vazifali bo'lib qatnashmagandan keyin shu hozirgi vaziyatniki ustidan siz to'xtalayotgan shu bir qator organ guruhlarning ichida men vazifa olmagan bo'lgandan keyin ko'ngilsizlik menga bevosita kamidi. Ya'ni o'zim bundan acab bir ish men bundaq bir vazifa olgandim yoki bo'lmaydi, bu ishni men bundaq qilay desam bu ish bo'lmayotdi degandek konkret bir ko'ngilsizlik o'zimga qarata undaq bo'lmadi. Ammo umumiy vaziyatni aytgan chog'da men emas, bu ishga jiroqdan ko'ngil bo'layotgan jiroqdan qarab shu vaziyatlar bir yaxshi bo'lib ketsa ekan deb orzu qilayotgan nurg'unlagan qarindoshlarning ig'ir darajada ko'ngilsiz yuz berdi. Yani bundaq bir vaziyat ostida men ko'ngilsiz bo'lmadim deydiganlar yomon oz chiqdi. Ko'ngilsiz bo'lmadim, menga hech qanday ta'sir qilmaydi bu ish deydiganlar qanday odamlar desa, bu ishga jiroq yaqindan qiziqmaydigan baribir Uyg'urlar, ya'ni chet eldagi Uyg'urlar Xitoyga qarshi qo'lidan bir ish kelmaydi, baribir u vatanni ozod qilishganda hech qanday asib qo'sholmaydi deb qaraydigan tehdidlarmanda umidsiz bo'lib ketgan mundaq kishilar balkim bu ishlardan ko'ngilsiz bo'lmaydi. Ammo bizdek shu ishlarniki ichiga
jiroq yaqindan aralashib, ko'ngil bilib, texim bir yaxshi bo'lib ketsa ekan deb orzu qilayotganlar albatta ko'ngilsiz bo'lamiz, umumiy vaziyatni aytganda. Endi Rabiya Qodir xonim shunday bir ketib qoldi endi. Xonim to'g'riliqmi jiq men fikr qilib ketdim. Har qatim so'zlagan gaplarimda shu tafriqchilik, undan keyin bir temalarda nurg'un qatim so'zlab ketdim. Kishilarmi zerikdi bo'lg'ay. Shu temalarda jiq tilga oldim. Rabiya Qodir xonimmi pichig'ining oldi keyini kesilgan chog'ning o'zida ba'zi ishlarni kesib yaxshi hal qilmaganlikdan tashkiliy masala demoqchi. Shuning bilan o cho'kilib ketdi endi asosli. Endi undan keyin o Parijdagi tashkilot masalasiga kelsak, endi o tayyorlik komitetining yig'iniga sizmi qatnashgan Gollandiyada yaxshi qarorlarni elib tayyorlikni puxta qilgandik. Keyin yig'in etilganga oz qolgan chog'da o nurg'unlagan kutilmagan mehmonlar, kutilmagan vaziyatlar, ahvollar yuz berib, o yerdan keyin siz degandek Sharqiy Turkiston Milliy Majlisi qurilib, uni Seyit Timturk afandim onunga boshliq bo'lib, Turkiyaning ichida Tolibek musabbatiga chiqib bo'lolmay, shu Turkiyaning ichida direkt faoliyat qiladigan bir shaxsga aylanib qoldi. O Sharqiy Turkiston Milliy Majlisi qurilmagan bo'lsa-mu, uni qurmasa-mu Seyit Timturk afandi undaq faoliyatni qilib kelayotgan bir shaxs ham Turkiyaning ichida. Uni chet eldagi Uyg'urlar har qanday taniydigan bir mashhur ketgan bir odam bo'lib, shu Turkiyaning ichida faoliyat qildi deb tanilgan. Keyin bu qurultayga Rabiya Qodir xonimga yaqindan hamkorlashib, 10 yil faoliyat qilib, undan ham Turkiyaning sirtida xila tanilib, bunda bir o'tirib chiqqan bir shaxs. Endi o Parijdagi undaq bir yig'inda Sharqiy Turkiston Milliy Majlisi deb bu majlisni qurmagan bo'lsa-mu, uningga boshliq bo'lmagan bo'lsa-mu, o'zining shu burunqi faoliyat qilayotgan dernek tashkilotiniki mas'ullik salohiyati bilan yoki o'zining yakki faoliyati salohiyati bilanmi unchalik faoliyatini qildi. Endi meningki ko'nglimning yerim bo'lgan taraflari shu. Endi biz Sharqiy Turkiston mustaqillik harakati tashkiloti quramiz deb uni bak orzu qildik. Yomon orzu qilgandik. Shu tashkilotning o'zi maydonga chiqishi kerakdi. O tashkilotning qurilibdi, hamda qurildi. Qurilgan bilan haqiqiy bir konkret faoliyat qilolmay qoldi. Ko'mida qarshi chog'da qurdi deb bir taqagan dekinli yo'q bo'ldi. Uning keyingi bir injiq bir ag'inavati boshliq bo'lgan umu hozir Açı-muçu be qo'ltiqiga daftarni qistirib, sumkasini qistirib, ko'chaga chiqib, shahar to'laydi, hozir yaqinda yo'qlab ketdi. Endi bu surgundagi hukumatniki ishini sizmi jiqqa qildingiz, tafsili to'xtaldingiz bu vaqtda. Men endi shu Amerikaga borganda bir umid bilan borgandim. Endi oxirgi umid balki mushlarda qoldi. Çünkü u yerda sap odamlar oz emas. Ya'ni uzundan buyon shu mustaqillik ideyasida tavranmay kelayotgan, shu Sharq Turkiston surgun hukumati degan nomning o'zila mustaqillik degan gap endi. Bu ismdan chiqib turdi. Men u yerga borgandan keyin endi o'z ko'zim bilan ko'rib, shu men burunda hurmatlaydigan, ustoz sanagan odamlarniki shu bo'linish ishida o'ziniki ko'nglidagi shaxsiy adovatiga bek e'tibor beriblar, shu birlikni saqlash, kechirimchanlik jihatlaridagi ojizligi sababli shu ko'ngilsizlikka, Washingtonda bo'lgan ko'ngilsizlikka sabab bo'lganligini ko'rib, men ujuqib ketdim masalan. Ko'rmagan bo'lsam bo'ptiki, bormagan bo'lsam bo'ptiki, u yerga berib, men bu orada ikki tarafni qatirab yurib, jiq yolvurib ketdim. Anda qilmanglar, ma bir oxirgi umidimiz bo'lib qoldi. Hozir endi bu Uyg'urning davosini yana bir markaz shakllantirishda osmondan Xudoyim bizga bir odam avatib bermaydi. Shu bor odamlarimiz bilan qilamiz bu ishni. Hamda nurg'un davlatlarda vakillarni saylab, xalqqa saylatib, bir kelgandan keyin endi shuni bor kuchni bir yerga akilib, bir ish qilsanglar bo'ladi deb tursak, yo'q, men faloni birsini kechirolmaydim deblar shu to'qpoqlik qilib bu ishni buzib o'tdi u yerda.
Şunun bilan o yerdeki hamma ishlar ko'ngilsiz tuyulib qolgan, nima qilganimni bilmayman. Boshqa ko'ngilsiz ishlarga qo'shilib qaytib keldim bu yerdan. Endi demakki Abdurahimjon, endi hozir bu da'vo ishiga nazar solsak, hozir mushta chechilan holatda hamda butun dunyo masalan hozir Uyg'urni bir xil tunib ketdi. Ba'zi nomussizlar nomus qilmayman, Uyg'urni men to'ntortman, biz to'ntortimiz deydi. Uyg'urni şu bichara millatimiz millionlab lagerlarga solinib, necha ming aniqsiz odamlar jon berib dunyoga to'nitdi. Onundan boshqa to'nitgan kim desa, shu lagerdan qechib chiqishga muyassar bo'lgan bir necha qarindoshimiz, masalan, Mekrigul Tursun deymiz, Ömür Bekali deymiz, Gulbahar degan qarindoshimizga o'xshash shu o'z ko'zi bilan ko'rib chiqqanlar shu dunyoga Amerika'nın parlamentida yoki boshqa g'arbning medialarida isbot berib yurib, undan boshqa nurg'un qarindoshlarimiz o'zining yo'qolib ketgan qarindoshlarining rasmlarini ko'tarib yurib, mushtaq dunyoga isbot berish orqali to'nitdi Uyg'urni. Ba'zi lamzallar da'vatgandek men atush kirib to'nitdim emas. U aramzada hayot to'nitolmaydi. Şuna hazır bay degandek chechilan holatni qilganimizda butun dunyo Uyg'urni bir to'nib bo'lib hozir Uyg'urniki holati, hozirgi holati bu tarixda ko'rilmagan ahvol, ig'ir ahvol. Bu ahvolga yo'l qo'yolmaymiz deb masalan 2 kunning oldida Amerika parlamentiniki CCC degan Xitoy ishlari komiteti yıllık doklat e'lon qilganda nayt aniq dedi. Xitoy hukumati milyonlagan Uyg'urlarni solab o'ldirish orqali insoniyatga qarshi jinoyat o'tkazdi dedi u yerda. Bu gaplar oson deyilgan gaplar emas. İnsaniyatga qarshi jazo degan gap yangi chiqqan jazo, masalan, Milosevicga o'xshash jallatlar sudga tortildi. Mesela Aung San Suu Kyi degan bizning batı bu xotin. Aung San Suu Kyi degan Myanmarningki hozirgi bosh vaziri bo'la, bosh ministrmi, bosh vaziri. Bu xotin ayni vaqtda Nobel tinchlik mukofotiga erishgan xotindi. Ya'ni shu Vankatovlarga o'xshash inson haqlarida vaqirab yurib, Nobel tinchlik mukofotiga erishgan ayoldi. Ammo uzun o'tmaylar o vatanida mustabid harbiy hokimiyat o'rilgandan keyin bu xotin bosh ministr bo'lgandan keyinlar yuzini o'riblar musulmonlarni qirish ishiga bevosita qatnashdi, ham yetakchilik qildi. Rohingya musulmonlarni qirishda asosiy vazifa o'tagan bu xotin shunga yaqinda bu xotin Haag'dagi Gollandiya Haag'dagi xalqaro sudga chaqirildi, u yerda sudlandi. Demek ki hazır bizning ishimizmi mana bizning Amerika parlament a'zolari aniqlab Xitoy hukumati insoniyatga qarshi jinoyat o'tkazdi. İnsaniyatga qarshi jinoyat o'tkazdi edi. Shu millionlab Uyg'urlarni solash orqali deb dedi. Buningda bir Amerika parlament a'zosi Chris Smith degan odamning bir gapi bor. Uni anglab o'taylik hozir. Xi Jinping has created, Mr. Speaker, one of the worst human rights tragedies on the face of the earth. Xi Jinping and his government are directly responsible for these crimes against humanity. Our hope is that a reckoning is coming, but only if the international community stands up to China. Bu adamning gapini ham qisqacha tarjima qilsam, bu adam dedi. Şu parlamentda so'zlagan so'zida dedi. Xi Jinping deb turib, Xi Xitoyning ismini atab turib, Xi Jinping va uning hukumati yer sharidagi deb aytdi. Ya'ni bizning dunyodagi tarix misli ko'rilmagan eng vahshiy jinoyatni o'tkazdi. Ya'ni insoniyatga qarshi jinoyat o'tkazdi. Buningga Xi Jinping bevosita mas'ul. Yani ismini atab turib dedi Xi Xitoyni. Buniki hisobini oladigan kunlar oz qoldi deb turib so'zladi.
Ama bu hesapni elish uchun xalqaradagi az bo'lmagan davlatlarniki uyg'unish kerak, birlashish kerak deb turib, bunday gaplar biz burun qiyosma qilolmaydik. Bir Amerika parlament a'zosiniki og'zidan parlamentda deyilishi ham 2 kundan oldida Marco Rubio mu bor, James Gowern degan adam mu bor, shu cho'ng parlament vakillari, g'olliq parlament vakillari aşağıda Xitoyni ayblab turib, Uyg'urlarning ishini asosli qilib turib, Uyg'urlarning shunchalik qirg'inchilik qilish orqali irqiy qirg'inchilik qilyotdi. Meni genocide dedi. Irqiy qirg'inchilik qilyotdi deb dunyoni chaqiryotdi bu ishga qarshi qo'zg'alishga. Ertaga dunyo qo'zg'alib ketdi. Tuyuqsizlar biz kutgan, biz sezayotgan, biz his qilayotgan bir bizga nihoyatda foydali bir xalqaro vaziyat shakllanish oldida turibdi. Ondaqda mushtaq holatda bayqimandek chechilangu holatimiz bilan biz Uyg'urlar mushu bir o'zgarishga tayyor turyapmizmi yani sizcha? Yo'q, biz unda o'zgarishga hozir tayyor emas. O'zgarish hozir bizning ustimizdan, bizning sirtimizdan bo'layotdi. Mushu hozirgichilik Amerika kongressida biz uchun elib berilayotgan faoliyatlar, Xitoyga qarshi elib berayotgan Amerika hukumatiningki ish harakatlari, yana Xitoyga qarshi qonun ma'qullash, Uyg'urlarni himoya qilib qonun ma'qullash qatorliq mushu ishlarning o'zi oddiysini aytsak, onun asosli bizning sirtimizdan elib berilayotdi. Biz buningga rasmiy vakil xarakterlik ega bo'lib, tayyor turib, bu ishni o'zimiz da'vogar sifatida oningki modda taraflarini alayda ko'zdan kechirib, biz da'vogar sifatida unga qatnashganimiz yo'q. Balki dunyodagi nurg'unlagan bizga o'xshash ixtilof qilayotgan mayli mustaqillik talab qilayotgan bo'lsin yoki insoniy erkinlik talab qilayotgan millatlar bo'lsin, o'zining vatanining sirtida bo'libmi g'arb davlatlari bilan munosabatli holda g'arb davlatlarida shunday faoliyatni elib berayotgan millatlarning vakillari albatta rasmiy bir davlatning vakili, bir millatning vakili sifatida xitob qildi. G'arb davlatlari bilan ular to'xtam qildi, faoliyat qildi. Ammo bizda bunday bir yerga yetgani yo'q. Faqat meliki hozirgachilik qilayotgan ishlarning o'zi mayli yakki faoliyatchi, hozirgi yakki guvohchilarga o'xshash bo'lsin yoki tashkilotning vakillari bo'lsin, ma'lum bir dodi haqqi berib, tatbiqgan chog'da yakki faoliyatchilar xarakterida bo'layotdi ishlar. Hozirgacha bo'layotganimiz shundoq yakka bir shaxs sifatida o'zining nomidan o'zininki urug' tuqqanlarining yoki ota-onalarining, xotin bolalarining jazolanayotganligi ustida ixtilof qilayotgandek bir shaklda davomlashib kelgan hozirgacha nurg'unlagan shu dodixohdagi uchrashishlar, ko'rishishlar. Ammo hozir siz aytgandek Amerika hukumati shunchalik yani ilgirlagan holda Xitoyning yoqisidan elyotdi. Endi buni bizlar bunda o'zimizcha faraz qilib, shu da'vogar iqlimlarni shundoq faraz qilib olishi mumkin. Bu Amerikaningki yoki Donald Trampningki o'zining shaxsiy bir manfaati yoki Amerika davlatining iqtisodiy manfaati uchun yoki Amerika davlatining dunyoga hukmronlik qilish, dunyoni o'z boshiga idora qilish orzulariga Xitoy davlati daxl tariz yetkazayotganligi uchun shuningga qarshi Uyg'urlarni bir ko'zirning o'ndi qo'lini o'tirga chiqyapti degandek bir tasavvurda, yana bu bizning da'vorimiz ham emas, Amerika sen o'zining da'vosini qilyapsa degandek bir ta'na bir kayfiyat mavjud. Bu ishlarni Turkiyada axborotchilar, Turkiyaning ma'lum siyosatchilari o'tirib qo'yib mengadi hozir shu Amerikaningki Uyg'ur masalasini ko'tarib chiqishi hammasi bu yolg'on ishlar. Amerika faqat Xitoy davlatiga qarshi o'ydirib chiqayotgan bir saxta bir siyosatlar, bu saxta
Uyg'urlarni Xitoy zulm saldi, Uyg'urlarga Xitoy zulm saldi, milyonlarga Uyg'urni cho'layotgan gapning hammasi saxta gap deb bunda tashabbus qilayotganlar, ya'ni shundoq ta'tir tashviqot qilayotgan Turkiyada xeyli jiq siyosatchilar bor, tashviqot organlari bor. Xuddi shuning o'xshashlar bizningki hozirgi da'vogarlarimiz deyli yoki ba'zi cho'ng tashkilot va hokazolarımizmi o shundoq bir yo'linib qolgan bir kayfiyat shakllanib, ya'ni ifodalanib turdi. Bu bizning da'vorimizdan emas, Amerika o'zining da'vosini qilyotdi, bizni ko'zir qilib degandek bir xil qaydash yoki sal qarash kayfiyati ifodalanib turyotdi. Amaliyotda shu Amerika mayli o'zining manfaati uchun gap qilgan bo'lsa-mu, Amerika o'zining manfaati uchun Xitoyga qarshi bir jumla so'zlagan chaqning o'zida biz aşağıda tashkillik holda, organlik holda bir vatanga vakillik xarakterida ming eg'iz oldiga chiqib turib uni da'vo qilishimiz kerak deydi, tashkillik holda. Undaq bo'lmaydi. Hozirgi da'volarning to'lishi yakkilishib ketdi hozir. Shu ota-ona urug' tuqqanlarini lagerga solayotgandan keyin bu qarindoshlarimiz shu ota-onasining urug' tuqqanlarini, xotin bolalarining dardida oshlarga ega bo'lish, oshlarning dardini dunyoga yetkazish orqali Xitoyning o'zini dunyo siyosiy sahnasida tevanki o'ringa tushirish yoki Uyg'urlarning da'vosini o'tirg'i chiqarish nuqtalaridan yakki faoliyatchilar, yakki guvohchilar bu ishni o'tirg'i ko'tarib chiqyapti hozir. Ammo bir tashkillik, rasmiy bir kollektiv shaklda biz u yerga boramidik. Endi bundaq bir ahvolda favqulodda bir texnik ilgirilse, G'arb Amerika boshchilik, G'arb hukumati, NATO guruhlari texnik bir ilgirilab, zodi Uyg'urning o'zini bundaq bo'zaq qilolmaysan Xitoy desa, ondan keyin hozir Xitoy davlati bizning vatanimizdami nurg'unlig'in qo'chaq amaldorlarni yo'q, qo'chaq mollalarni ondan keyin odatdagi fuqarolarni so'zlatib biz yaxshi o'tyapmiz. Amerika yolg'on gap qiladi, Amerika haqiqiy ahvolni bilmaydi. Biz baxtli yashayotsak, Amerika xato ish qiladi deb so'zlatdi-ku, shu televizorda e'lon qilindi. Vatanning ichida shunday qilayotganga o'xshash, vatanning sirtidami undaq bir kayfiyatni shakllantirmaydi, degili bo'lmaydi. Xitoy har turli taktik usulni qo'llanishi mumkin. Shuningmi hozir bizningki chet elda tashkillik holda tayyorligimiz yo'q. Vaziyatda bu tayyorlik yo'q emas, tayyorlikmi yo'q. Biz ashta bir ishqa darhol ega bo'lib o'tirib chiqsak bo'ladi deydigan bir tayyorlikqa yo'l menayotgan bir ishmi hozirgi jurnallik emas u. Şu bu adamda bu so'zni so'rashimdagi maqsad masalan Tibetlar tayyor. Tibetlarga masalan shunday bir foydali xalqaro vaziyatni qilsa, ularning haqiqiy bir süründüğü hükümeti var. Hammasi hurmatlaydigan, hammasi qo'llaydigan. Biz Uyg'urlarga qarasak, tarix tekshirib ketdik. Bayı siz degandek şöyle öz aldığı faaliyet qildiganlarni aytib ko'payib ketdi hozir. Hammasi öz aldığı namoyish, öz aldığı faaliyet, öz aldığı o'zining fikrini xalqaroga mening davatgan gaplarim xalqimga vakillik qila olamdi, qilolmamdi demaylar. Bir ekranga chiqib o'zining shaxsiy fikrini butun Uyg'urning, butun Sharq Turkistonlikning fikrida bayon qiladigan ahvollar nihoyat ig'ir hozir. Chechilib ketdik. Endi bu bizni qul qilib mushu o'lim gidaq akayotgan mushu kafirlarga qarasak hozir bu hozir qisqacha yaqinqi tariximizdan qarasak bugun bir narsani ko'rib qoldim. To'rda birsi Tanxonim bir narsa chiqaribdi. Buningda bir ikki suratni selishtiribdi, ikki rasm. Mao'ning davrida Mao degan Xitoy Yangandagi vaqtida tushgan rasmiga endi bir necha qo'lchirmig'i bor. O'ng tarafda Uyg'urlarningki kostyum burulka ham nihoyat isil, undan boshqa Uyg'ur millicha kiyimlar bilan tushgan rasm ishga selishtirmani yozib, buningga Xitoylar bu Xitoy chiqargan bir nima ekan hamda Twitterga chiqargan nima ekan, uni yozibdiki, bu ikki rasm bir davrda tortilgan deydi. O'ng tarafdagisi Uyg'urlar kostyum burulka nihoyat ilmiy
madaniyat chiroy, madaniyatlik chiroy. Sol tarafdagisi Xitoy o qarasa divanining kiyimlaridek jul chochlari ishning miliqi tarif qo'ygan chechiga o'xshaydi. Shundaq bir rasmini chiqarib selishtirib, bu ikkisini selishtirish mumkin emas. Bu farq shu qadar cho'ng deb yozibdi. Buni deyishdiki maqsadi yana bir parcha rasm borki, bu yerda chiqargan o qanday rasm deganda bizniki ayni amar cho'ngaytilgan rasmga haqiqatan shu 30-40 yillardami biz shu qadar madaniyatlik, shu qadar pokiz, shu qadar ilg'or bir millatdik. Qachoniki mushu kommunist Xitoylar kirdi, undan burun vatanimiz endi ishqi jumhuriyat qurgandan keyin Xitoy kirgandan keyin Xitoyga endi nimani qurgan. Uzun safarlardan besib o'tib, miltiq orqali hokimiyat chiqadi deb hokimiyat tatib olgan Xitoy. Shicho'shqi degan Xitoy nereden chiqdi? Bu aramzoda endi anlaqım baxımga aramlıqda burun masalan shu neredeki uzun safar, neredeki bir siyasi tövpisi, jut chiroyi qarsila odam yeydigan ishdan oldisi-da bu. Mushu cho'shqi chiqqandan keyin bizning mushu madaniyatlik Uyg'urlarimiz mushtaq bir tariximi zo'r insoniyat madaniyati zo'r to'kpilarni qo'shgan, nurg'un imperiyalarni qurgan, nurg'un shonliq narsalarni insoniyatga qoldirib mangan tarixda mushundaq bir millatni keng ko'lamli so'lab yo'q qilib girdog'i akeldi hozir. Endi bu uningki niyatining g'ashtar yomonligi aylaqa New York Times gazetida e'lon qilgan 403 betlik o'zlarining hujjatida nihoyat aniq yozilgan. Shuningdan keyin dunyo cho'chidi. Haqiqatan Xitoyning asli maqsadi ularni o'qitish emas, Uyg'urlarni yo'q qilishga. Shunga 2 kunning oldida Amerikadagi 3 parlament a'zosi bosh bo'lib e'lon qilgan muxbirlarni kutilishi axborot e'lon qilishig'ida genocide, ya'ni irqiy qirg'inchilik deb atadi. Endi mushtaq holatda endi bir millat bu qadar ezilgan ekan asli shaxsiy o'ch adovat hemen qayirib qo'yib, millatni qutqizishning yo'lida bir yerga kelalishi mumkin edi. Hem shunday qilishi majbur edi. Yani boshqa bir millat mayli bizdan qaloq biz o'zimiz ko'z kelmaydigan millatlar, masalan Tibetliklar deymiz, Afrikalik qorlar deymiz, mayli qandaq millat bo'lsin, mush qadar keng ko'lamda qirg'an bo'lsa, ularni cho'qim bir yerga keladi, bir yerga bosh qo'shadi, shaxsiy adovatlarni qayirib qo'yadi. Hem siz bu beşinizden nurg'un ishlar o'tdi, Abdurahimjon. Men bu vaqtda Amerikaga berib, po'qiyavagandek bo'lib qaytib keldim. Bizning Uyg'urlarning bu kesili nima azadi, nima bir yerga kelmaydi sizcha? Endi ma mazmundagi so'zingizdan 5 ta azroq bir izoh berib qo'yaman. Shaxsiy faoliyat bo'lib ketganga qarata qarindoshlarni xato tushunib qolmasin uni. Biz ham demoqdaq o'zimiz o'z oldimizga chiqib bundaq bir davoni qilib olsak to'g'rimidimi degandek tushuncha qolmasin ularga. O'ziniki shaxsiy ota-onasining davosini, urug' tuqqanlarning davosini qilsa albatta bo'ladi. Vatandagi Xitoyning zulmini tasvirlab, uni bayon qilib, o'ziniki o'z kishilik fikrini, ya'ni ko'z qarashini bayon qilish nihoyatda muhim aslida. Mushu vaqtda Behram Sintosh degan qarindishimizning hukumimizning o'zimi yaxshi bir izoh beribdi. Buni albatta tashkilotlar tashkillik holda bundaq bu vatandagi lagerdagilarning urug' tuqqanlarini, chet eldagilarni tashkillab o'tirib chiqib, uni qilsa, Xitoy baribir uning ustidan nima qildi? Bular bo'lguncha bular saxta, bu yolg'on, bu o'ydirib chiqdi deb bunda inkor qila oladi, ammo biz yakka o'zimiz guvohlik bo'lib, o'z nimamizni chiqayotganligimiz uchun bu yakka bir nimalarni Xitoy undaq inkor qilish nimasi bo'lmaydi. Buniki ta'siri yaxshi bo'ldi deb tushuntirdi, uni aytib qo'sh bo'ldim. Ashuna tushunish kerak, ammo vatanning ma'muriy o'rni to'g'risida, siyosiy o'rni to'g'risida yakka shaxslar ifoda bildirishimiz to'g'ri emas. Vatanimizga mayli nima bo'lsin, erkinlikli bo'lsa Xitoy bilan yashaydik. Biz birga yashab ketdik Xitoy bilan.
bizga erkinlikni bermay zulmsep ketib bordi. Erkinlik berse bo'ladi degandek mundaq ifoda bildirishning o'zi bu albatta xato, bu osiylik qildi millatniki umumiy taqdirga nisbatan. Xo'sh, buni men shunday izoh berib qo'y. Endi mana bu gapga kelsak, endi mazmunning o'ziga kelsak, xo'sh, endi yoqi Tibetninki nimasiga biz jiq ishlarimizni selishtirib ketolmaymiz. Onda farq jiq. Men uni Uyg'urlar yo'qolib ketamdi degan kitobga bir maqola kirgizgan. Shu maqolada o maqolaning mavzusi nima deganda Uyg'urlarning qutulish harakatiga o'rnak tepilamdi degan mavzu. Mushuning ichida bir qancha millatlarningki chet eldagi harakatlarini, faoliyatlarini misolga olgandim. Uyg'urlarningki qutulish harakatiga hech qanday bir millatning yo'lini biz o'rnak qilolmaymiz. Biz o'zimiz Uyg'ur deb yolg'iz bir millat bo'lganga o'xshashlar. Bizninkimi o'z oldimizga bir yo'limiz, o'z oldimizga tikilgan ayrim bir o'rnigimiz bo'lish kerak degandek mazmunni olg'a surgandim. Endi bu yerda ozroq aslatib qoldim. Endi qana degan chog'da Tibetning o'zi chet elga chiqqanda Dalay Lama shu vaqtdagi Tibet Xitoy ishg'ol qilishdan burun Tibetninki o bir podshosining o'rnidagi bola ekan to'qu. 6 yoshli podsho qilib, uni tishlab ochiqib, Tibetliklar o'zininki manfaatiga Tibetning milliy irodasi bo'yicha, Tibetning milliy manfaati bo'yicha tarbiyalab u kichik bolani. Faqat o'zining shaxsiyatidan xoli, o'zining mavjudligi, Tibet davlatining mavjudligi va Tibet davlatining manfaati milliy irodasi deb qabul qiladigan, ham shundoq tunuydigan vaziyatda kichik bolani tarbiyalab ochiqib, uni cho'ng bir o'ringa chiqarib, podsho o'rniga chiqarib, uniga itoat qilgan o bola o'xshashmagan kishilar, uning orasida tarbiyalovchilarning orasida faylasuflar va uning orasida Tibetning lama diniy rohiblari bor, siyosatchilar bor, iqtisodchilar bor, har turli iqimdan yetishib chiqqan ixtisos egalari o bolaga tarbiya qilib, shu bolaga singdirgan, har tarafdan bir yetilgan lider qilib, bir podsho qilib yetishib chiqargan edi. Podshohlik davlatlar shunda bo'ldi ekan-ku, burundan podshohlik tuzumida taxt varisi bo'lgan odamni chavandozlikdan tortib, eng oxiri iqtisod boshqarish hamma tarafni yetildirib, andikin taxt varis qilib uni chiqaradigan, o bola otga minib jangga qatnashib, chapning oldida yurib, dushmanlarni yengib, munda g'alaba qilgan ish ekan. Xuddi shuningga o'xshash Dalay Lamaning yetilish davri aslında bo'lgan. Bir podshoni, taxt varisini yetildirib, har tarafdan mukammal bir lider qilib yetildirib chiqqan. O bola andan keyin Tibet xalqining ham diniy ham siyosiy dahisi bo'lib, o bir davlatning podshosi bo'lgan. Andan keyin o bolani Tibetni Xitoylar ishg'ol qilgandan keyin bu bolani olib Tibet avtonom rayoniniki boshlig'i qilib, xuddi bizniki vatandagi Sayfiddinga o'xshash. Shunda o'ringa chiqqandan keyin ular andan keyin o Mavzuddan kutgan natijaga erishamagandan keyin isyon qilib, andan keyin chet elga qochgan endi bular. Bu hamma Uyg'urlar bildigan bir gap endi. Buni men eslatib qoldim. Chet elga chiqib, o ham shu vaqtdagi salohiyati bilan, siyosiy salohiyati bilan, diniy salohiyati bilan bir liderlik, podshohlik salohiyati bilan chet elga chiqqan bola u. Chet elga chiqib bilim oshirdi, o go'dak 17 yoshli, 18 yoshli bola o'qidi, ham g'arbning siyosatlarini o'rgandi. O millatni rasmiy yetaklab, g'arbcha, g'arb davlatlari bilan diplomatiya qila oladigan saviyada o'zi andan keyin boshqa odamlarni shundoq yetildirib, surgun hukumatni shu asosda qurib chiqdi. Ularningki qanday desimiz, shundoq yetilgan bir rahbar bor endi. Biz endi selishtirishimiz kerak. Siz bu suhbatni selishtirish orqali o'tirib qo'ygandan keyin men ona selishtirish farqidan sharhlab o'tirib, fikrimni o'tirib qo'yishim lozim endi. Endi Uyg'urda qanday bo'ldi desangiz, hammamiz bilamiz, kimning kim ekanligini bilamiz. Men o'tgandan bu so'zladim, bu osmondan bir yerdan bir Ayso alayhisalom tushmaydi, ya Mahdi chiqmaydi, ya'ni shu biz. Bu shu bizning oramizdan bir odam chiqdi bizga boshliq qilganga.
Birisi onu qabul qilsa, yana birisi qabul qilmaydi. Yana moshundaq tafriqachilik davomlashadi bizning ichimizda deb bir fikrni o'tirib qo'ygan. Endi biz buni o'ngishya olaymizmi? Desak endi. Biz mushu Tibetdek bo'la olaymizmi emas? Biz mushu hozirgi vaziyatimizni o'ngshab bir ajrab 50% dan yuqori 51% darajaga yetkazib, bulumsiz nachar ahvolning o'zi 50% dan tuvan, ijobiy bulumliq vaziyatning o'zi 50% dan yuqorilik ta'dan to'laraqlam shunday bir vaziyat borliq kelamo desak, shuningga albatta biz tirishsak, shuningga harakat qilsak, bu vaziyatni borliqqa keltirishga men ishonaman. Men albatta uning uchun jiq bedel to'lagan fikr, yine bedel deganda yanchog'indan pul to'lasin gap emas. Shu to'g'riliq fikr yurgizib, tanqid qilsammi, boshqalarni tillasammi, haqorat qilsammi, qanday qilsam, shundoq bir yetakchi bir vaziyatni, yetakchi bir iqlimni borliqqa keltirish to'g'risida shundoq uzun yillimni shunga o'tkazganman. Endi biz qandoq bunida endi qaysi usul bilan qaysi taktikani qo'llanish orqali biz shundoq vaziyatni borliqqa keltira olamiz deganda endi bundaq fikrlarning o'zini, planning o'zini efendim, ondan keyin tasavvurning o'zini ochiq maydonda bir so'zlab yurgilimi bo'lmaydi. Buni so'zlayversak, qandoq bo'ldi degan chog'ning o'zida 2018 17 mart Amsterdamga yig'ilib biz bir undan tashkilotni quramiz deb, o tashkilotning programmalarini alayda e'lon qilayotgandik. Orliqdan yarim yil o'tmay turib, o tashkilotni tuzib quranmasib qoldik endi. Mushta ishgandi, quranmay qoldik ekanmiz. Shuning uchun endi ba'zi bir muhim program shaklidagi, plan shaklidagilarni o'tirib qo'yib ketib bo'lmaydi. Gap so'zak mutazib aplashmaydi bu tashkiliy masala. Ammo ijtimoiy xarakterimiz to'g'risida aytsak, endi mana surgundek hukumatning mushundaq krizisga kirib qolishida Ahmet Egambadi efendim bilan Rabia Qadirxonning sabablik deb bir temani o'tirg'i chiqarib qo'yib, uning ichidan chiqib bo'lmay yomon uzoq bir so'zlab ketgandim. Necha qism, 5-6 qism ketdim xudoyim. Shunda so'zlab ketgandim, oxirini uzib bo'lmay. Endi Shularni men tekrar oxirga chiqqancha bir qancha qatimliq so'zimda dedim, shu filmning har bölümlərdə shu vaqtning o'zida o'zining shaxsiyatini, o'zininki g'ururini, o'zining shu ozorlab ketgan qalbini birinchi o'rinda qo'ymagan bo'lsa, 2009-yili shu 17-18 sentabr biz shu vaqtda o'tirib chiqarib bir guruh odamlar chiqib, shuni biz hal qilaylik degan chaqda shu ikkili liderning o'zi o'zininki izzat nafsidan bir baldoq tuvanga tushgan bo'lsa, qarindishim, o ishlar bugungi kuniga qolmaydi. Mandaq Washingtondan qo'yib, shu ishni qilib kelamiz deb berib, o'qigandek bo'lib, mundaq ko'ngil yerim bo'lib kelmaydi. Qarindoshlarimiz bugungi vaziyatga surilib kelmaydi. Shu vaqtning o'zida ish kelsa 2 yil ichida o ishlarni bir yoqliq qilib, o hukumatning ichidami, yoki qurultayning ichidami ko'milib ketgan muddatli bombalarning o'zini pan bilan tozalab, portlatib atmay, o bombani to'pisda pachaqlanib ketmay, yaxshi bir usul bilan uni hal qila oldik shu vaqtda. Biz jiq uxrab ketmagandik, jiq bo'ldilar, ko'tarak qasqinini digidak voz kechib ketmagan, qiziqqan shundaq turatgan, qiziqqan bo'lmagan bo'lsak, nima uchun men shu vaqtda Ahmet Egambadi afandining oldiga chapanchib yugurmayman, o peshqadam bir inqilobchi rahbarning oldiga. Shundaq vaziyatning keldiganligini eskartdik shu vaqtda. Shu sizning qo'llaridan kelgan chaqda bu ishni hal qilib atmaslar, sizlar o'zlaridan keyin bir unutilmas bir ishni, ya'ni kechirgil bo'lmaydigan bir vaziyatni millatga bir balo qazonib tashlab ketib qoldilar. Sizlar bu yo'ldan sizlar boshqa ishlarni qo'llarda hal qilishlar, gaplar efendim yatqildik, keyin qizishib qoldik, populashdik, keyin ondan keyin satlashdik. Men adatsizlik qildim.
endi edepsizlik qilishga haqli deyman men o'zimni. Endi peshqadam bir kishidan albatta kechirim so'rayman, qilganimga pushmon qilaman. Lekin bu ayada 30 milyon bir xalqning o'zining insoniyati, ayada odamligi dafsanda qilinib ketayotgan bugungi kunning bunda bo'lganligini biz vaqtda tasavvur qilmagan tehi. Agar shu kunning keladiganligini shu vaqtda biz tasavvur qila olgan bo'lsak, biladigan bo'lsak, urib ketiqdab bo'lsa bu ishni shu vaqtda hal qilsa deydik biz. Shunda deydik o'zimizni pido qilgan odamlar biz shu vaqtda. Ammo faqat bir tashkiliy jihatdan, siyosiy bir organ jihatdan shunda qamlashmagan bir ishni millatga miros qoldirib Allah efendim, keyin yaxshi bir vaziyat o'tirib chiqmaydi usuldan keyin. Buni o'zlari qo'llarla o'ngshashlari kerak deb biz tushuntirishni aytgandik dedi. Ammo o vatanning ishlik ahvoliga qarasak, hozir o'chaqdagi rahbarlar tetig'ida vassaqmi, shu ishlarga, shu krizisga bir bo'shliqni tashlab qo'yib, o'zini qutuldirib ketgan rahbarlarning o'zini tetig'dab ketsakmi, bugungi kunda hozir gapimiz chiqmaydi. Shu vaqt to'g'ri qilganman deydigan hissiyotda hozir. Hamda efendim bu o'ynashadigan bir ish emas. Ayada Xitoy o vaziyatni barliqqa keltirdi. O endi o turmaga kirmagan odam qomili 30 milyon Uyg'ur bor desak, Üsküt'e baladan tartib hemiz kirip oldu bu turmaga endi. Azaplanıvatdı, lagerlarda cezalanıvatdı, azap tartıvatıdı. Hemmeli adam kirip çıkıp bu yerde aylanıp yürüvatıdı. Endi vatandagi vaziyatni Xitoy oshunda zulm selish orqali Uyg'ur degan bu millatni mushu Ipak yo'li projesi bilan mushu fursat bilan butun dunyodagi davlatlarni mablag' soldirib bu yo'lga men ketib bo'ldim, hech kim menga qarshi chiqolmaydi. Mushu fursatda bu millatni boshqa yurib osmotsiya qilib, zoda shu chatlig'ining ostini o'mlab o'tadigan qilma. Har bir Xitoy ko'rsa chatlig'ini o'lkada qilyapti bu millatni. Ya bo'lmasa bosh agmiganlarni qirib qo'yaman. Qanday qilmasam men Uyg'ur deydigan bir g'ururliq insonni bu yerda men yashashga ruxsat qilmayman deb bu niyat buzib, Xitoy bu ishni ijro qildi, ammo buning da'vosi ham g'arbdan chiqyotdi. G'arb buning da'vosini qilib, ega chiqayotgan chog'ning o'zida chat elda biz rasmiy sohibxonlik qilib, biz zodi buning oldiga chiqib turib, da'vogar bo'ladiganning o'rnida hozir ahvolimiz mushunda fasatlashib ketdi. Bu kechirib bo'lmaydi. Bugungi bu vaziyatimizdan ayni rahbarlarni hatto o'zimizni biz kechiramaymiz. Biz mushu ishda keskin bir tadbir qo'llangan bo'lsam, deb azoblanishimiz kerak. Ajab mushu ishlarni men shu vaqtda texnik kuch chiqarib bir qattiqlik bilan bir hal qilish tarafdorida bo'lsam, qashki deb biz azoblanishimiz kerak biz. Ama bu rahbar bo'layotganlarning o'zi, bu o'rinni, kursini egallayotganlarning o'zi men ko'pincha vaqtda ularga Xitoy rahbarlik qiladi deb shuni to'mat xarakterlik baho bermayman. Ko'pincha vaqtda mayli ular uchun to'mat bo'lib ketgan bo'lsin-mu, ammo meningki qalbimda to'mat emas. Men haqliq deb turib, boshida qarayman ularga. Andin kiyinlik qilib qolsa, bular shaxsiyatchi, adovatxo'r, mansabparast, obro'yparast, o'zininki shu bir kishilik o'rinni egallab turishdan iborat o'zining shaxsiy manfaatini, ya'ni ma'naviy manfaatini, qanday kunlikka so'zlagan so'zimda buni bir qor tafsili deb o'tib ketdim. O'zining shu ko'ngilni xush qiladigan bir o'ziga amak qilib olgan mushundaq bir ifloslik insoniyatdagi bir eng rezil bir xarakteriga bu millatning chet eldagi bu da'vogar eqimini qurbon qilyotdi odamlar. Albatta tuzish kerak. Bular o'ziniki 2009-yil 18-sentyabrdagi Rabiya Qodir xonim bilan Ahmad Egambardning ayrim shikoyatlarini eslaydigan bo'lsam, yurgim yetishdi hozir. Shularning o'zi shuncha darajada yosh to'kib turib, datto'kkan bir-birisining ustidan "Mana alam qildi, mana azor qildi" deb turib, bular endi qiyomatchilik mushundaq adovatga o'tib ketgan o'xshaydi. Bularning zodi o'ngshil bo'lmaydigan o'xshaydi desak, har ikki yerisining pichig'i kesmaydigan, datesib ketgan qalayga aylanib ketgan chaqda, ondan keyin biz bundan keyin hamkorlashimiz deb Avstraliyada resimga tushib,
bir undan bayanat e'lon qilganligidan shunchalik nafratlandim men. Buni oldin qattiq suhbatlar deydim-ku, tafsildab ketdim bu ishlarni. Hem şu ahval hazırmı, devam qiladi deb birim can. Hem de şu ahvalda siz jihnaslarni ko'rib, başlab hatta chapan selib birisiga dahi atalgan birisiga etilib tikansiz, mushatmoqchi bo'lib tikansiz. Bu qatim men bu şu lider sanalgan bo'libmi bu sog'lom vatanparvarlik ideyasi haqiqatan sap deb atalgan. Mayli qo'ldan qanchalik ish kelishi kelmasligidan qat'iy nazar, mushu to'g'ri yo'lga yetaklaydi deydigan odamninkimi? Aynan siz beshingizni o'tkazgandek, paloni birisi meni burmush qo'yganda men mangu kechirolmayman degan bir sabab bilanla bo'linishga sabab bo'lganligini ko'rib, shu qadar ko'nglim yerim bo'ldiki, mening ko'nglimdagi, qalbimdagi o obrazim biroq nolga aylandi. Bak ko'nglim yerim bo'lib ketishimi shu. Endi mustaqillikda siz baydavatsiz, yana bir 51% odamni bir yerga qartalaydigan mushundaq bir markazni shakllantirishni yana umidman deysiz. Buningda endi tafsilotini deymizmi? Azroq bo'lsa bir sabab ko'rsatib bergan bo'lsangiz. Masalan, birinchidan mushu markazni shakllantirishda shu haqiqiy ko'ngli sap, vijdoni sap, shu yetakchilik rolini o'ynay oladigan odamlarimiz bormi aramizda? Agar bor bo'lsa, ularningki qandayroq bir shaklda bir yerga kelib, shunday bir markazni shakllantirishi mumkin. Bu qachonroq yuz berishi mumkin sizcha? Buningki endi shu nimada aqlimi, qornimi, bo'znimi hammani qetib bir nima shakllantirib bo'lmaydi. Men shu yaqindaroq bir qarindoshlarningki chaqiriqlarini ko'rib, uning qarta qili ig'ir o'zimni gumonini o'tirib qo'ygandan keyin o qarindoshlar o'zima bilan aloqa qilib, o'zlarini tushuntirib qilayotgan harakatlarini qilgandan keyin men bir qurib tushundim, ammo o qarindoshlarga aytdim, sizlar buni satdi bir kayfiyat bilan o'tirib chiqmanglar, kishilarning insofiga, kishilarningki diyonatiga havola qilib, o'zinglarning samimiy sadoqatiga, o'zinglarning sog'lomligiga ishonib turib, bir narsani o'tirib chiqarmayman desanglar, bu yaxshi bir tarafga bo'lmay, yeni bir narsaning ortiq o'tirib chiqishiga sababchi bo'lishi mumkin deb bir qor tushuncha berdim qarindoshlarga. Endi bizningki chet eldagi bu da'vogar iqimlarimizning o'zi, da'vogar shaxslarımızın o'zininki bir qancha turga ayrışqa bo'ladi. Buning ismini atamay turib yoki aniq belgilarini demay turib, mavhum bir shaklda buni turga ayırsak, bularning ichida qizg'in bir kayfiyat bilan xuddi bizga o'xshashlar chiqib, mushu chet eldagi erkin demokratik fursatdan foydalanib, vatan millatning ozodligi uchun yaxshi bir ish qila olaman, yaxshi bir harakatga men sababchi bo'laman deydigan qizg'inlik bilan o'ziniki bilim saviyasining yetarsiz bo'lishidan qat'iy nazar, iqtisodiy imkoniyatning yetarsiz bo'lishidan qat'iy nazar, men shu samimiyatim bilan bu ishga vesile bo'lib, shundoq bir Xitoyga qarshi turadigan haqiqiy bir tashkiliy organni o'tirib chiqarman deb turib, mandaq qilgan odamlar bor, chet elga chiqqanlarning orasida. Ondan keyin Xitoy maxsus chiqqan odamlar bor. Xitoy shu chiqishdan burunlam, chegaradan chiqishdan burunlam, sen chet elga chiqsang, faqat bizning yo'l yo'rig'imizni kutsa degan buyruq bilan, vazifa bilan chiqqan odamlar bor. Ondan keyin chet elga boshqa bir g'arazlar bilan, har turli g'arazlar bilan chiqib, ondan keyin chet eldagi ba'zi harakatlarga oralashib, Xitoyga qarshi kayfiyat shakllangan, Xitoyga qarshi irodasi shakllangan odamlarmi bor? Bu bir qancha turga mushtaq bo'lishga bo'ladi. Endi shu turlarning ichida endi hech qaysini vatandan zodi pakiz chiqib, zodi haqiqiy shu jonni olqonga epqib turib chiqqan odamning o'zi faqat zodi Xitoyga bo'ysunmaydi. Chet elga chiqqandan keyin sog'lom, ferishtadek
oşundaq baş ketsin məyli, niməli ketsin məyli, zaten mən müstəhkəm turmen dep, maňıdı deplam, ondaqla məlki türü arvalamaymiz. Ularning içidimi çətelge çıqqandan keyin ma'lum jihatdan görüp tushib qolgan taraflar bo'lishi mumkin. Xitoyniki buyunturqiga, tuzuqiga tushib qolganlarmi yo'q degili bo'lmaydi. Andan keyin maxsus vazifa bilan chiqqanlarning o'zi bayroqni izgiz ko'tarib minib, atrofiga odamlarni to'plab, qayerda bir muhim bir ishlar bo'lsa, shu yerga berib orlashib, buni tiqib ashaning o'zida bir ishlarni qilib turdiganlar bor, aktiv tashqi ko'rinishda nihoyat bak aktiv, ammo u ishni yiltizdan buzib turdigan, rivojlab qo'ymaydigan, qolsa qo'lda bayroq va o'zini shunda pido qilayotgan hech kim gumon qilmaydi. Ammo u odam bu chet eldagi ishlarimizniki menishiga, rivoj tepishiga daxl tarz qilib turadigan bir usulni, bir tadbirni qo'llanib endi. Bundaq ahvolda umumiyyüzlük hamma narsani yig'ib akilib birlik o'tirib chiqasak deb unda qilolmaydi. So'nglashma 51% degan ehtimolga tushirib qo'ydim. 49% ni shaxsiyatchi, Xitoy maxsus vazifa bilan chiqqan, irodasi ojiz, bir shaploq yegandan keyin shuning bilan chapanning ochiqida pitni o'tib tashlayotadigan, munda xarakterligi, ijtimoiy xarakter, nachar kayfiyat hammaning o'zini 49% ga jamlab qo'yib, andan keyin hammani tashlab qo'yib turib, fidokorlik ko'rsatib, ham sog'lom vatan millat uchun fidokorlik ko'rsata oladigan, bedel to'lay oladigan odamlar uchun 50% yetgan chog'ning o'zida albatta shu 51% bilan bu ishni tashkillab o'tirib chiqarib bo'ladi. Men 70%, 80% demak 51% dedim. 100 odam bayroqni ko'tarib minayotgan bo'lsa, 100 odam 51 odam bilan bu kollektivni haqiqiy bir organni o'tirib chiqarib bo'ladi. Bununla endi meniki ümidim zo'r. Buni asosli qanday odamlarga, odam degandan qarang, yoki hissiyoti bor narsa, toshtakli bir narsa emas, u hamon eriydi. O'zining shaxsiy kayfiyatlaridan qittig'irlik qilib, yoki bo'lmaydi, obro'yparastlik qilib, mansabparastlik qilib, bir nachar bir kayfiyatni shakllantirib qo'ygan bo'lsa-mu, bundoq odamlar bilan yoki oshqish tushadigan, bundoq odamlar diplomatiya jihatda qoyil qilalaydigan mundaq bir elchilarni vosita qilish orqali oshqili bo'ldi, oshqishlarni ish qilib oldilar. Shu faqat ijtimoiy xarakteri tufaylidan bu cheklashga sababchi bo'layotgan bo'lsa, buni o'ngshaqli bo'ldi. Bu odamlarni tog' yo'tkildi, mijoz yo'tkilmaydi deb turgan, mijozdan yo'tkilgan narsa. Mijoz yo'tkildi. Ahmad degandagi efendimlar, Rabia Qodir xonimlar, bu qadinoslar bular. Naki jonjigarlar o'z vaqtida. Bularning o'zi shu bir-birini uzun yillab ko'rmishmi, qalbga yishib bag'inib ketgan shaxslar bular. Ammo shu xarakteri o'zgarib, har ikkilisi mansabga chiqqan chog'da sendan men cho'da yurib, bular kichikgina bir azar arasida qolgan bir kelishmaslik, nachar bir voqea tufaylidan bular xarakteri o'zgarib, mijozi o'zgarib, bular ahvolan qardek qarshishib ketgan. Yine keyin har ikkilisi endi bu mansablardan ayrilib, yaxshi yomon qanday usul bo'lsin, tuproq aylanib qanchalik o'zida andan keyin biz bundan keyin zodi shu vatan millat uchun birlikda omizda bayonot e'lon qildi. Yani o'zgardi, bularning xarakteri ikki qatim, uch qatim o'zgardi degan gap. Odamda o'zgardi. Biz shu da'voda zodi bayroq turib, shu millatniki, ya'ni haqiqiy bir vakillik xarakterlik, mustaqillik hareket ya, da'voda shoshak narsa emas. Vatanning o'zilkesil mustaqilligini da'vo qilib, talab qilib, uni rahbarlik qilib, vaqti kelsa davlatlar bilan, ba'zi organlar bilan to'xtam tuzaylaydigan bir organning o'zini o'ttirg'i chiqaradigan kishilar, shu odamlar qatnashib bo'ladi deb o'zimiz bir qatag'i tizsak shu odamlarni, bularning ichidagi nimasidiki, biz faqat ularga faqat Xitoyga go'rib tushib qolmagan deb ishonch qila olsak, bularga shu 51% ishonch qila olsak shu odamlarga, shu odamlarni tizib turib, albatta bular oshqi tushadigan bir usulni, buni ijtimoiy munosabat jihatda oldidan o'ngshashga to'g'ri keldi bularni. Ijtimoiy munosabatdagi oraga tushib ketgan ziddiyatlarni
pasaytib, o'tni o'chirib, o'tma ba'zi chog'da o'chmaydi ekan, Avstraliya o'tni o'chmay boqqach oyni ketib bordi. Endi mana shundoq o'tni o'chirib, vaziyatni mo'tadillashtirib oladigan bir usulni qo'llansak, ularni oldi bilan bir yaqin yig'ilib, ondan keyin shu gruplarni o'ziga albatta qanday bilan bo'lsin harakatga yetakchilik qiladigan rahbariyatlik organni o'tirib chiqara olamiz. Endi aqlan 49% optimiyadam bu inson haqlaridan bu shu nimaning haqida shuni ashta juriylar zodi o'zim yolg'iz ish qilaman demdi. Nimalar qilsa 49% ichida u o'zining ishini qilish qildi bular. Ular Xitoyniki absharklar bilamdi, Xitoyning g'olchilar bilamdi. Nima bo'lib ketsa, shu o'zining chambarining atrofida ashada lakildab yursa bo'ladi. Ammo 1% o'zini biz Amerika'da hükümet kursu şu 51%'dan bir ovoz chiqib ketdi. Hükümetli prezident olarak. Ben bu yerda mesela siz degandek hamda mayli 49% onun içinde bizning aramızda aniqla Xitoydan chiqqan odamlari, Xitoy uchun bilib bilmay ishlaydigan, Xitoyni emib cho'ng'agan munofiqlar oz emas. Hozirgi boya savolimga, ikki savolimga qisqacha javob bersangiz. Bizda mushu markazni yetak shakllantirishga yeterlik adımımız var mı chet elde sizce? Var, yeterlik adımımız var. Yani bularning ichida ko'pinchisi hozirmush faoliyat qilayotganlarmi yoki hozirgacha o'zini ko'rsatmay kelayotganlarmi? O'zini ko'rsatmayotganlarmi bor, ko'pinchisi endi onun o'zini qanday ifodalash kerak? Çünkü benim bu son soruşumda bazı adamlarını gördüm. Şu kadar iqtidar var. Mesela tildisi tili var. Kesipleri yaxshi o'qigan kesipleri var. Ama bular şu dava ishiga qo'l tiqmayotdi. Ya'ni mesela tashkillik shaklda ish qilingan ishlarga qo'l tiqmayotdi. O'z oldiga o'tirib bir bo'limga kirib olib maqola yozdi. Ya inglizcha yozdi, ya uyg'urcha yozdi, ya boshqa tilda. Qo'lda ish keladi. Ammo Muşu teşkillik şekilde çünkü bayı degandek bir çoğun bir vaziyet şekline qasa xalqarada bizga acayip faydalı bir vaziyet şekline qasa Uyg'urga haqiqiy vakillik qila oladigan 10 kishilik bir grup var. Bir teşkilat deydi. Berib o'sha Uyg'urning bütün Uyg'ur ularning gapiga qo'shiladigan bütün demeyli 51% deydi sizning gapingiz degan onun qo'shilmani shaxsan bütün mümkün emas bizda hamma bir akilish mümkün emas. Buni aniqlab isbotlab bo'ldik. Kesin bulmaydı. Çünkü Xitoy var. İsmi Uyg'ur, chiroyi Uyg'ur, tili Uyg'ur ama Xitoy. Bunda Xitoylar bor. Uni akilishning hojati yo'q. Ammo bay degandek 51%'ninki Uyg'urniki shu ideyasiga vakillik qila oladigan 10 odam deyli. Mush 10 odamga men tizbaqtim kallamda. Dava sepida harakat qilayotganlar bor. Hozirgacha shu pardadan keyin ko'tarilib qalam tavritayotgan qobiliyati bor, ammo hech bir tashkilotga a'zo bo'lib kirib, men o'zimni ko'rsatib, men yetaklay olmayman deb o'zini ko'rsatib, dodillik bilan o'zini ko'rsatmaydigan mushtaq odamlarimiz bor. Mening o'zimning o'ylaganlarim bilan siznikini o'rtaqlashay dedim. Endi men ümidsizlanib ketgan odam, shunga sizdan so'rdim, mushtaq odam, ashtaq bir yadroni shakllantiradigan yetarlik odamlarimiz bormi deganga siz bor deb javob berdingiz. Endi bo'lsa, bunday qadam bor bo'lsa, Allohga shukr, bor menchimo bo'lish kerak. Ammo bularni bir akildiganga shu 10 kishilik yadroni deyli, hozirgacha olib berayotgan shu bor mavjud tashkilotlarniki sanab kelsak, 5-6 odamlar amaliy ish qilayotgan yadrosi, qolganlari chaparmanlari. Ashtaq bir 10 kishilik bir yadroni shakllantirish uchun buningga bir sabab kerak, bir odam kerak. Ya'ni ashlarni bir akila oladigan, birga bosh qo'shib bir shu yadroni shakllantira oladigan bir sabab nima? Ya'ni odam omili bo'ldi bu yerda. Bu odam kim bo'lishi kerak? Kim bo'la oladi masalanda? Hamda chunki hozir bir jiddiy vaziyat turyapmiz.
Yani 10 yıl, 50 yılda oynayamayız biz. Çıkıp kese 3-4 yıl, 5 yılda oynayışımız mümkün. Çünkü halkara işte bir ciddi bir vaziyet olup kalsa, mana bizning vekillerimiz de hem Uygur hatırcam, 51% Uygur değil, hatırcam şularını evet aladigan bir halde şekillenmişse, hazırkındaki 40-50-70 teşkilatı bilen çeşilan yüksek, bu Amerikalılardan bir şey girip gitti bu demat. Anın karşı bir kıl sözde atkan, manın karşı bir kıl sözde atkan, bir merkez yok, bir yadro yok. Muşini kim teşkilleydi, kim bir ekil alaydı sizce? Hazır endi mevcut teşkilatlar, ziddiyetli çıkan grupların özü bu işlere katlaşışı ama yaxşı netice vermeydi. Hazır bir tasavvur kılaylı, eli Türkündeki hükümetin özü çünkü yeni bir grup şekillenişten burun andayken o eli bir adam Washington'daki adam mı ben hükümete Türkiye kiloluk oturup çıkıvaldı, yeni bir sınıf hükümete çıkıvaldı, şu vaktin özünde bir komisyon kuruldu, bir grup kuruldu. Ola bir ay o hareketini kıldı. Peygamberken bu gruplar katı kemiydi. Aslında kemiydiğin gruplar diye. Olanı katlaştırmayız deyip yürütün zürüt yoktu aslında. Bu öyle adamlarını öz halık taşlap koyuş gerekti. Aşıların özüne eklimizde cık kuş çıkardı adamlar ümitsizlik etti. Vay bu biz Uygurlar bu işini yaman tesken deyip ümitsizlik kaldı. Aslında ne deyimiz? Qattiqlikqa bo'lmaydigan bir narsa bor şu. Tunguz terisi aşlanmaydı deydigan bir gap bordi biz kichik chaqda. Tunguz terisi aşlanmaydı, tunguz terisida degan kiyim-kechaklar namozga qo'llanmaydi deydigan bir gap bordi. O shariatning hukmi endi tunguz terisi aşlanmaydı degan islomdagi fiqhniki hukmi bu gaplar gap emas. İslamdagi fiqhning hukmi. Tunguz terisida tikilgan kiyim bilan namoz o'qish durust bo'lmaydi deydigan. Yani şununla o'xshash qat'iy oshlanmaydigan odamlar bor. Shu odamlar arasida bundaq odamlarni zodi oshlab akilib, buni yumshoq bir teriga aylantirib, bundan men bir mahsulot chiqarman deyishing o'zi asli yaxshi bo'lmaydi. Qarindoshlarimiz aşı yo'lga menib qilib, u oshlanmaydigan tunguz terilarini oshlab bo'lolmaydi. Shuning bilan umidsiz bir holatda to'xtab qoldi. Yani demak, yilqidek anda qilqi adamlarni ne qilolmay, ko'z tutolmay. Mushu adamlarning o'zi birlashib, birlikda mangsa bo'ladi deb faraz qilgan chig'imizda, ammo bu odamlar o'zaro birlashmay, shunday ijtimoiy bir munosabatlar bilan bir-birini yomon deyishib, chechilib yurgan bo'lsa, albatta mushularning o'zini bir murassiya qilish uchun yani bu gruplarning ichidan bo'lmagan sirtdagi odamlar bilan ma'lum nupuzliq, ma'lum menga o'xshash mushatadigan mundaq ochiq kelgan chog'da tunchiq tiplar ochiq gaz rasmiylar Palampiston shaxsiy gibni qizlar. Mundaq odamlardan tashkillangan bir kuchli bir guruh bilan albatta uni murassiya qilib yiqilashtirib bo'ladi odamlarni. Endi bu usuli ne dedimiz bu endi usul shu. Hamon bir guruhga mas'ul bo'layotgan odamni chiqib bu ishga aralashtirib, bu komisyonga aralashtirgan chog'da baribir hindisi bunga kelmaydi. Shunlashqa bu yoki Sharqiy Turkiston saylam komiteti deb bir qarindoshlar bayonotlar qilibdi-ki, men ayam deganim shu bolalarni gapendi. O'lini ham boshda shu rahbarlar hozirgi guruhlar aql turib o'ynayotgan bir guruh bu deb bundaq faraz qilgan. O bolalar o'zining ifodasini bildirdi, "Ya aka biz undaq emasdik, siz buni nəhayət bizni qarğı tıqıb etib qaldınız, töhmət olub ketib qaldı, keçiringlar kullaram. O ikisini yoxlam, məndəxlam ya bizim ismimi yox, saylam komitesi deb çıxıb qoysanlar, onu qanda tanıyırız." Deb şununla uluğa bir düşüncə verdim. Sizə bundaq vəziyyətdə aman yine bir ayrım bir o grupni oturup çıkıp işler. Şunlaşqa bu işlerde nəhayət təxəssüs biliş kerak. Bundaq bir guruh qatnaşdığanda xalis niyet pak niyetning o'zilam yeterli bo'lmaydi. Buningda nopuzliq odamlar bo'lishi lozim. Bir tekshirimni o'tirib qo'ydim, balla undan keyin bir aloqa qilib bo'lolmadim. Endi demak, bu ishni ilki haqqashi davlatlardagi shundaq bir sog'lom ko'z qarashga ega
andan keyin Uyg'urlarningki tashkiliy ahvolini bir qadar tushunoladigan ichki ahvollarini-chi, shu tashkilotdagi rahbarlarning, liderlarning o'ziniki kayfiyatlarini tushunadigan, besib mangan qadamlardan oldi ma'lumoti bor. Bundaq bir turkum odamlar bir hay'at tashkillanib, 3 hafta ichida, 5 hafta ichida hal qilman emas. Murassa qilish bir hay'atni tashkillab, andan keyin asta-asta bularning o'zini yaqinlashtirib bo'ladi. Bu haligi o'ttirga echilib ketgan hangilini tundirib ko'vrik sog'ilib bo'ladi, buni qilib bo'ladi. Endi hozir uni kim qiladi? To'liq adreslan degan bo'lsangiz, degan gapni sizmi so'ramaysiz. Uni men bu javobni bermayman. Agar shunday bir ishni qilamiz desa, onanki birisi men bo'lib qatnashmayman bu ishga. Chunki men shu qurultoyni o'ngshash harakatiga bakchi qatnashib ketgan, necha qatim qatnashib, datpanda töve men bundan aralashmayman deb, shunda bo'lgan chig'imda yana aning yüzücüng, maning süzücüng, maning qapığı yaman deb yurib, yana xalqninki salasiliga kirib haqemas endi qarindoshlarning, o'zim hurmat qilganlarning salasima bu. Ashta salalilarni yeni mengap eng oxirida xulos nim bo'ldi deysiz, Rabiya Qodirxonani tillash bilan oxirlashdi mendan mana misada, ha. 2017-yil 7-oyning 18-kuni men Rabiya Qodirxonimni tillab qo'ydim. Ashta oldu endi. Demak, anda bir ishga uzun qatnashib ketgandan keyin men uni tez chiqmay, yomon xulos chiqqandan keyin o'shniki men bilan aslida bosh javobgar senkensan deb xonimga azor berib qo'ydim. Men bilan o'ynashmoq bo'ldi-ku odamlar. Yo'q, men ahmoq qilaman desa bo'lmaydi aslida. Men qanday desangiz, hozir sen endi o'l desa men o'ldigan odamman. Shu o'lgidek qimmatni bayqan chig'imda o'l deb buyruq qo'ysa men o'la olmayman. Ama onda bölgümü cikili selip beni oynatsa, hele evliya hocam bolsun ben vakti gelən çağda əskərimi qıplayım ben. Çünkü bu şahsi ictimai münasibətimiz emas bizdeki, şahsi işimiz emas, şahsi ticaretimiz emas. Biz özümüzdeki bir grup məşrəfinin iş emas bu. Bu ayada 30 milyon bir xalqninki bir vətəninin təqdiriyle oynayışıb otgan iş oğaşqa, bu işte göllep kichikvanni göllagandek unda munda qilib bitasdak qurib munda qilib qo'ysa u vaqtida men kechirolmay qolaman-da, men yiqib qo'ymoqchiqda ozor berib qo'yaman. Demak endi xo'sh. Endi bu shunda bir keskin bir nim bilan biz xarakter bilan bir hay'at tashkillansa, elbette onu vücut kısqa qilib buldum. Bu şey yeni bir nazik bir mesele var. Nazik bir mesele var. Bu qanday deysiniz? Bir tane doktor var deyli. Bu doktorun o'zi jeq ishlarni qilib vaqti o'zi yolg'iz vatanga berish arzusi bordi, o arzumni sug'urchilashdi, bo'lmadi, endi bo'lmaydigan bo'ldi men tugidi. Zodi vatanga bormasam ishning bo'lmaydigan-ku. Vatanga bag'da ishim qolmadi, ota-onalarim o'lib bo'pti, bir yaqin tuqqanlarim jiroqlab ketdi, ara uzrab. Endi men mushu millat uchun endi qo'limdan keldi-ki, mushu odamlar ishni qamlashtirib qilolmayotdi. Ya deydigan gapni o'zini deb daranmaydi-ki, bir yerga borsa, talabati gap qilgan xalqqa. Men o'zim endi bu ish orlashay deb niyatin to'g'rilab bu ishga yaqinlashgan chaqda sesiq o'rindiqni egallab olgan odamlar yaqin keltirmaydigan bir ish bor-ku. Bu ishni bilsangiz shu. Demeydigan ish bor-da. Biz bu ishni qilgancha sen nima deding deydigan emas, bu telefon qildirib boshqalarni. Rabiya Qodirxonim turmadan chiqib, men misol bilan deb atay, misol qilib o'rganib qolgan ekanman, gap qilsam bo'lmash misol qildigan. Rabiya Qodirxonimni Amerika ataydan başbatman bedel to'lab, nima to'laganki uqmaymiz endi. O maxfiy ish, o Amerika yüz bildigan. Amerika Xitoyning turmusini ochib, Amerikaga chiqib bergandan keyin, shu Amerikadagi Rabiya Qodirxonim chiqib ham o'ziga shaxsiy faoliyat qilish kerakmi, qanday qilish kerak, yoki faoliyat qilish kerakmi? O jiq ishlarni bilmagandan keyin kishilarning taklifi bilan shu Uyg'ur, Amerika Uyg'ur jamiyatiga reis bo'ldiganga mayil bo'lib ketdi. Şunu mayil bo'lgan chaqda Rabiya Qodirxonimga telefon qilmagan odam qolmoqligi uchun mana shu chet eldagi nopozliq arboblar va hokazo xonim bu ishga aralashmaslar, innovatorni tushirib ollar deb turib,
Yığın keltmey aş işini Rabia Kadir kuluğa epkesse bu çok iş onun kuluğa gitip kaldı dedi aşağıya. Biz o Amerika Uygur Birleşmesi degan teşkilatını şu Amerika'daki Uygurlar aşağıda azıllarının işini kıldığını yok. Annekin No'ruz kıldığan, yet bayram kıldığan adamlarını jığıp moşu ekilip meşrep kıldığan bir namaş kıldığan bir yer okşaydı. Moşadaki moşu yakas devletliki tarmak derneklik okşaş binası okşaydı dep oylaydık bunu ne? O aslında o çoğun bir teşkilat ya o. O şu teşkilat Amerika Uygur Birleşmesi degan teşkilat Amerika'nınki Uygurlar bilen diplomatiya ornatilgan çoğun kanal gelmesin bu. O Rabia Kadir Hanım o teşkilatın kıymetini bilgenden keyin men muşu teşkilatga mas'ul bo'lib turib, men muşu teşkilatni egizlab turib, andan keyin o'tirg'a chiqishim kerak ekan deb o yo'lni masa, bunda bir teşkilatga reis bo'lib yuramsizlar, bu yosh bolalar bilan huquqlashib qilasizlar, bu ish qilmasizlar deb bu xonimni sovutib, ashta qilib bu xonim shu xoliqini qildigan mijozlar xonim bu qashqa Şişe balan deplam onun reislerinin ayak kılıp etiplam özü sayınıp o teşkilat reisi oluplam ikinci kademde şuna biz kurultay reisi olsun dep kanımını kattık telep kılıp jürüp yoluna jürüp Dünya Uygur Kurultayı'na reis kılıp aldık. Kanımı şundak teşkilatlar bilen jürüp andaki o neticesi özününki tuzgaçlarını kıldı vatanına davasına bir yakılık yakşı ep mangan ki. Demek endi ben bir doktor Bağday bir çoğun bir ziyali ba, muş işki kabiliyeti yeterlik, muş işini hep manalaydı, muş adam zaten birden bir kandidat bulalaydı, ya ki birden bir bombusumu, 5 kandidatın içindeki birisi mi şu, deyip ben, şu adamla kandidat oturup çıkarsam, başka taraflardan şu adam gelir ki ben şu teklif bergen şu kandidat kılgan doktorunun özüge, ziyalinin özüge, aşk şüşüdüğün adamlarını telefon kıldırıcır, bölmandırıcı yürüp, manda aşkı arlaşmasıyla bulmaydı, arlaşmayın deyip, manda soğutup buldu gelmez mi o? Manda yeli mikro varken, vas bir vaziyet varken çattalda, ben okuma yürüttükken ben onu, pek çıkışını bilmeyen de cüssem, ben bilmeyen o üçüncü işli varken emez mi o? Ben bilmeydi kaçırmıyorum, ancak ya, çünkü ola işte gibi bana bilmeydikken de, ben şu Ahmet Kılıç jürüp diken nurgullar akırla. Ben de oylav jürüp diken ben. Endi bağanca işte sesçilik oturup çıkıp aşkarlanıp atkandan keyin mencik nefretlenip gitgilik, seskinip gitgilik. Ama şunda bolsunmu bu şahsi bir karakter olanınki, şahsi mijazi bunu elbette özgertkilik buludu. Yaxşılık bilen, yamanlık bilen, her xil usullu bilen adam degenden bir acizlik bakın. Bir yerde bir acizlik buldu, bir kıçık buldu adamdaki. Şu an tapalısınız, o adamdaki sırrı eğitilidu. Onu aşkılı buludu, o kalaya kirgili buludu. Rabia Kadir Hanım'ı Dünya Uygur Kurultayı'nın reisliğinin katli düşmeydi. Şunçik müstehkemdi, özümü şunçik müstehkemdi. Ehçik bedel töylegen, şunçik harlılık anlap geçsimi zaten müstehkem tuğandı. Ama bir yerde bir aşk şuna yeri vaket, ona kaçılıp bir yetip kaldı şu vakitte, bana edepla. Demek aşkı bir yer buldu ki adam diyen olcu. Biz aşkı yerini tapsak, şöyle orunduğun katli bemeydiğen, Muşu orunduk bilen ben ölüp gitmen dep oylaydıgan, muşundaq bir adamlarınki acizlik, boşluk yerini tapalısak, şu boşluktan kirip, onu bir taraf kılıp, andan keyin boşlukta keraklik adamlarını elbette işine beşiğe ekilişke buludu, benim ümidim var. Endi bazı bir teşkilatlarını misal alsak, İstanbul'daki Ma'arif Cemiyeti, o yok teşkilattı burun. İstanbul'da bir iki dernek vardı. Burun şu faaliyet kıldıgan dernekler. Anladım İstanbul'da bir yaxşı bir aktif erkekten bir yakını oturuğa çıkış kerek idi. Ve şunun bilen Ma'arif teşkilatı oturuğa çıkmakçı oldu. Bu teşkilatını fakat şu merhum Abdülkimhan Mahsum bir adam yol menip jürüp bir-birine yakın kelmeydigan bo'lib ketgan, shundoq ta'tir qaraydigan bo'lib ketganlarning o'zini bir yerga akilib yurib, gap qilib yurib, eng oxirida 2006-yil 9-oyda mushu Ma'arif jamiyatini qurishga maqsum bir adam yo'l menib o'tirib chiqargan, o'lib ketdik oraliqda 10 yil shu Ma'arif jamiyatiniki rivojlanish uchun chiqadi bir adam nurg'un ishni yo'lga soldi. Endi o men o cemiyetning ichki va tashqi masalalar to'g'riliq to'xtalmoqchi emas.
Amerika chet eldeki şu Uyghur davası, Vatan davası falan diyen narsalardan biz şu mevcut şu vaqtdagi vaziyatda 2005 yildan burungi vaziyatlardan hech qanday umidimiz yo'qdi. Mushu mevcut odamlar, mushu iqlimlar bu millatning davosini rasmiy g'arb yuzlantirib, g'arbning ishini ochoqlaydi deb qaramaydiq biz mevcut odamlarga. Şu vaqtdagi odam. Ama umidimiz bordi. Bir o'ylamagan yerdan bir rahbar salohiyatli bir kishi mush ishga aralashib qolishi mumkin deb bir g'oyaviy mavhum bir umidimiz bordi. O Rabia Qadirxonimni Amerika ochib qilib, mundaqlam ochib qo'ygandan keyin o'sha lapidli izg'il tushdi deb bizniki haliqi qo'limizga mavhum bir rahbarning yetakchining o'zi lapidli obraz o'sha yerda filib chiqqandan keyin Rabia Qadirxonimga aytganini esimda. Siz mush ishni qilasiz degandan keyin Rabia Qadirxonim mush ijosini to'layolmayotgan, Tutanın icra söyleyemeyotgan, telefonun icra söyleyemey, muşu bizlerin 10 euro, 20 euro bir istep açıp bedel kıstavatkan muşu teşkilatının özüne dünya kurultayı edip Amerika Kongresi, Avrupa Parlamenti belirli salayetiga yetkizdi aşu. Uylumağa yiyadın bir Rabia Qadirxonim çıkır. Rabia Qadirxonim türmeden çıkıştan burun biz Rabia Qadirxonimninki erkinligi üçün namoyish qilib to'xtataydi resmini götürüp yürüp. Pre Rabia Qadirxon vaqiraytdik. Biz onu açıkıp bizga rahbar qilib olamiz deydigan unda fikrimiz yo'q diye. O tijoratchi bir xonimdi o Uyghur davosiga rahbar bo'lib qoldi deb o'ylamaydik o chaqda. Türmeden chiqqandan keyinlar depdilam bir tuxum paydo bo'ldi qalbimizda, bir umid nuri paydo bo'ldi. Mushu shuga biz umid qilayotgan rahbar shuga, chunki Amerika hukumati Xitoyning turmusini ochiqqan bo'lgandan keyin bu qonun aqishda Amerika davlati bor, g'arb bor. Mushu qonunni biz qo'llasak, albatta bu ishimiz bizning rivojini biz kutgan yerga bordi deb bundan qanoat qildik deb xonim bir ishni boshlashdan burunli biz qanoat qilib bo'lgan. Endi hozir demak chet elda ne bilimli kishilar bor, rahbar bo'ladigan ziyolilar bor, jasoratli odamlar bor, to'plab bor. Deyotganda bir yerda o'ltirib o'zi maqola yozib shunda menayotganlar vohilar. Bularning o'zi balkim biz hozir o'ylasak bu adam tashkilotni boshlayapmi, boshlamasmi deb o'ylashimiz mumkin. O'shunda chiqib xuddi bir taqmoq chaqqandek bir o'tirib chiqib bir harakatlarni yetaklab borolsa, balki 51% o'zligidan bu avtomatik atrofiga yig'iladi. 2005 yil, 2004 yillar Dunyo Uyg'ur qurultayining atrofiga yig'ilganlar yolvorib mushu mollamlarga demiginim qolmaydi. Voy pasqlavaka, ariqchiga, pivichlikka bormaymiz deb turib oladi shu vaqtda odamlar. Shunday bir tashkilotning o'zini Rabia Qadirxonim aeroplanning chaqirigida tushirib 10 yil yetaklab maaldi. Uyg'ur millatini shu vaqtda dunyoga tanitdi. Chet elning o'zida Uyg'urlar zodi bir yoqliq bo'lib o'zining davosini qila oladi deydigan umidni bag'ishladi. Hech kim o'ylab bo'lish. Demak, oldimizda yana shunday shaxslar bir yerda marlab yotgandi. Biz uni tep chiqa olamiz. Rahmat. İnşallah aşağı bir insan çıkısı, çünkü bir milletke bir lider olması olmaydı ki. Bizden liderimiz batı. Onu şu aramızdaki 49%'nin şirki münafıklar putlap çıktı. Bu burunki ahvalını siz cıhtap ötken. Mesela şu İstanbul'daki teşkilatını Germaniya götkep ekilip Avrupa'da erkin devletler rivojlandırımız deb bir mezgil erkin alıp tekin degan qarg'u birmalarni qilib shurib oxiri ishxonada ikki tok odam ancha muncha kirib tomoq chekadigan, biror piyola qahva ichib ketadigan, qaqoqda ancha muncha g'aybat qilib o'tiradigan, oxiri ishxonasining pulini to'layolmaydigan holatga kelib qolganda şu türmede bir neçe yıl yetip çıkan bir lider, yani bizden tarihimizde bu 40-50 yılda hatta 100 yılda lider çıkadı ki, aşı lider çıkkandan keyin aşı vayron buluş girdavaq berip qalgan qurultay degan teşkilatni qo'liga elib bütün dunyoga tanıtgan hem bütün Uyg'urnimi
dünya asla tonuşqa başlagandi. Mana hazır milyonlap türmelerge kirgenden keyin lagerlarda qalgan Uyghur dunyoga tonuldu. Hazır tonu tushumi ketmaydi. Bütün dünya tonuydu. Ama şu bizning liderni, bizning aramızdan chiqqan Wang Katib degan munofiq, bu Sesqava 10 yil suiqasd qilish orqali putlab yiqitgandan keyin bugungi hamda hozir qilayotgan ishi nima deganda shu Rabia Qodir xonim tonutgan tashkilotni qo'lga kirgizib olib suiqasd bilan qo'lga olgandan keyin hozir men Uyg'urning vakili deb dunyoda bizning ideyamizga xilof holda nurg'un ishlarni ketyapti. Masalan deylik, yaqinda bu Wang Katibning qilgan bir ishi, masalan, hozir vaziyat nihoyat keskin. Bütün dünya Uyg'urni qutuldurmaymiz deb Uyg'ur bilan hamkorlashib, bu mazlum millatni qutuldurishga jiddiy qo'zg'algan bir mezgilda bizning latqasqaslar, Wang Katib boshliq latqasqaslar nima qilyapti? Tönögün bir inimiz bir narsani yozibdiki, aka bir xabar ko'rdingizmi? 2020 yilini Uyghur Medeniyet Sanat Festival yılı demde aytavur naqşusul oynaydigan yılı jakalaptı bular. Kim jakalaptı desem Wang Katib jakalaptı deydi. Wang Katib nerede jakalaptı desem o'ziniki televiziyasida anadikin radyo Erkin Asiya radyosida e'lon qilibdi dedi. Bu xabarni ko'rib men ko'zimga ishonmay qoldim. Yani radyo Erkin Asiya radyosu mu zaten bu Wang Katib'nin depini çaladigan bir hoşametçi bir radyo stansiyası kaldı ya, bu bir teşkilatınki teşviqat qoralı o'qigan. Olar yozibdiki DUK atalmış DUK 2020 yılını Xalqaro Uyg'ur Madaniyat Festivali yili qilib bekitilganligini e'lon qildi debdi. Bu nima deydiganda bu saranglar endi bu kalısına git qolganmidi yoki yana aksidan buyruq keldimi nima bo'ldi deb bu xabarni anglab baqdim. Anglasam mayliqi bu Wang Katibni yaqindan qo'llab depini chap berayotgan yana deb uzuntura shayton bor. Artist. Bu artist 2 kun bir sahnaga chiqmasa, 3 kun bir choy o'ynamasa, ish pish qiladigan bor Ramzodgo'y. Undan keyin nurg'un ishlar bor endi masalan Orta Asiyadagi ishlarning aniqlangani yo'q. Nurg'un ishlar bor. Endi bizning vatanda Xitoy yalaqi butun Uyg'urni turmaga solib o'tib, lagerlarga solib o'tib, nima qolmagandikin, ko'chalarda Uyg'ur qolmagandikin, Urumchida Do'nko'rikning oldida Uyg'urcha do'ppi olgan Xitoylarga bir qism Uyg'urlarni qo'shib kunda usul o'ynatyapti. Naqsh yetkazayotdi. Anadikin her taraftan özünün muhbirleri, anadaki özüneki şaykilleri olan Pakistanlık, Nepallık degen okşaş divan devletlerinin muhbirlerini ekilip, onu tatip, köydünler mi? Uygurlar ne kadar bayyaşat yaşayatıdı, kümdü naqş usul. Mana, öz gözünler olan körünler davatıdı, hem de Wang Katib deydi, o yerdeki yetmedi, naqş usulunu biz çetelde oynap berimiz davatıdı, kıldığın iş yok tek. Bu iş e'lon qilingandan keyin xalqimiz orasida men diqqat qilib baqdim, shu xabarning ostiga yozilgan inkoslardan qaraganda xalqimiz nihoyat g'azablanibdi bu ishdan. Endi hozirgi ahvol nima deganda, o'sha Rabia Qodir xonim davridan qolgan ta'siri bilan bu qurultay degandikilar butun dunyoga biz Uyg'ur vakillik qilamiz deb medialarniki ziyoratlarni qabul qilganda o'zining fikrini deyotdi. Biz Uyg'urga vakillik qilamiz deb so'zlayotdi. Ham mana nomus qilmay bu dunyoga e'lon qilibdi 2020 yilini nag'ma navoz yili biz naqsh usul o'ynaymiz deb e'lon qilibdi. Ya'ni kimga vakildan o'zining tashkilotiga emas, Uyg'urlarga, Sharqiy Turkistonga vakolatan e'lon qilibdi. Ammo afsus, hozirgi vaziyat shuki, bu tashviqot asasen muşlarının qo'lida. Mesela Erkin Asiya radyosu Amerika hükümeti pul chiqarib Uyg'urlarning zuvoni qilib bergan bir yer hozir shu Wang Katiblarning kaniyi bo'lib qoldi. Bu aynı zamanda biz vatanda vaqtimiz doim anglaydigan Xitoy Kommunist partiyasi barliq tashviqotni partiyaning kaniyi deydi. Bu Erkin Asiya radyosu Wang Katibning kaniyi hozir.
Onundan başka öz aldığa teşvikat ep atkan baysiz tilga algan mağrib teşkilatının kim o künde haber berdiğin bir kanalı var, televizyon haberler. Kanalı. Ulanmış muşlarının depine çalıdı. Mening esimde kalışta bir katım ulanın riyasetçisi maylıqı paynekni, Amerika'daki paynekni ziyaret kılganda biz illa billah avtonomiya demedik o degende kimdi de mesela bizden birisi avtonomiya dapaq deme degende eliqi riyasetçi isi kemidi eliqi birnimi Türkiye'deki aramzadınki eliqi g'arblik muxbirniki televizyon muxbirga qayta ya sana mustaqillik kerak mi desa ya bizga avtonomiya kerak deb javob berganligini misol qilib dapramidi eliqi riyasetçi. Gollandiyadaki bu ekranlardan ümit yok zaten ola şu sosyal yardım puldu yaşayotgan bolalar azroq abi tashlab bergan so'ng hajashning nimasida lillaga qilolmaydi, erkakka qilolmaydi. Shunga abi tashviqot asosan mushularning qo'lida. Unda olgandan keyin hozir bular deydiki biz Uyg'urga vakillik qilamiz, biz Sharq Turkistonga vakillik qilamiz. Biz mayada millet qirilib o'layotgan, Xitoy ayada majburiy millatimizni usul o'ynayotgan, naqsh etkizayotgan holatda vankatib qo'pib, biz bu usul o'ynaymiz chet elda, biz bu nag'ma qilamiz 2020-yili nag'ma yili bo'ladi desa, haliqi uzun tura shaytonga qo'pib, haliqi ilmiy atalmish ilmiy usulni tushuntirib ketibdi. Hamda mushundaq petiqdashlar hamda bugungi ekranni yetishishim asosiy sabab bo'ldi, chunki qarindoshlarimiz nihoyatda g'azab bilan bir-birlarini yezibdi. Menga aka inkos qilmamsizlar, birimi demamsizlar, mana to'g'ri qilyapamdi, nima qiliq bu, nomus qilib ketyapmiz deydi. Bu siz yashayotgan shu munofiqlarning markazi bo'lgan Myunxdan chiqayotgan shu past ishlar. Endi bu vaqtda ham sizni tatib kirib tanqid qiling degim yo'q. Ama bunda bu bir misal endi. Mushundaq tetiqsiz ishlar jiq bo'lyotdi. Ham bu tetiqsiz ishlar, masalan, mushtaq davom qilib ketaveramiz sizcha, ham bir buni to'saydigan bir yer chiqish kerak-ku deyman. Endi bu o'ylaqi xalqning o'zidimi yoki xalqda gunoh yo'q, falon puston deb qo'ymas. Yoki da'vogar bo'lsa, qozi muttaham bo'libdi deydigan gaplar bor, har turli hisoblar. Bu shu hisobini Suriyaligidek darajada bo'lmagandan keyin xalqimizniki ko'pinchisi uchun e'tiroz bildirgidek bo'lmagandan keyin nima bo'lsa to'g'ri tushunaveradigan bo'lgandan keyin andan keyin bu ishni beshiga chiqib olganlar o'zi xohlaganini qilgan gap endi. Adamlar o'zi qasdami qilmaydiganda ya bir narsani bilmay, xato ishlarni balki to'g'ri ama shu yaxshi ish qilyapman deb qilib qo'yishi mumkin. Onunga e'tiroz bildirib, tanqid qilib, bundaq bir tuzdigan tarafdorda odamlar ko'pinchisi bo'lmagandan keyin uni chavoqchab qo'llaydiganlar ko'pincha bo'lgandan keyin ko'pchilik qo'llayotdi, buni to'g'ri deb manqitgan ishlar bo'ladi. Endi bu bundan keyin qanchalik davomlashadiganligi mushu qarshimizga bog'liq. Mush chet eldagi Uyg'urlarga bog'liq. Uyg'urlarningki ko'pinchisiga bog'liq. Mushu millatningki taqdiriga kuyinayotgan, echinayotgan mushu Uyg'urlarga bog'liq ko'pinchisiga. Ham bu 2008-yili bir vaqa bo'lgan, mush yani o'zida misol deb qo'yaman. 2008-yili Xitoydagi Olimpiya musobaqasi o'tkazmoqchi, onunga norozilik bildirib, bir faoliyatlarni qilyapmiz. Andaki Tibetda shu 2008-yili birinchi oyladami bir qirg'inchilik bo'ldi. Tibetliklar namoyish qildi shu vaqtda Xitoyning Olimpiya ishlariga qarshi Tibet sirtidan bo'lyotdi. Norozilik harakatlari Tibetning ichida shuna bir qarshilik bir harakati bo'ldi. Shu vaqtda 100 rahiblarni etyapti, namoyishchilarni etyapti. Ondan nurg'un Tibetliklar o'ziga o't yoqdi. Shundoq bir ish bo'layotgan chog'ning o'zida shu g'arbning o'zi Tibet uchun motam tutayotgandek bir kayfiyat shakllandi. Shu vaziyat, shu chog'da.
Ondan keyin bizniki bu odamlar No'ruz faoliyati o'tkazmoqchi bo'ldi. Uning oldidagi No'ruzlar mundaq bir mahallaninki cho'ngroq zallarida mundaq faoliyat bo'ladigan. Ammo bu chaqda cho'ng bir mümkün shaharlik bir madaniyat markazininki cho'ng faoliyat qiladigan bir yerda 5000 kishilik bir zalning o'zini 5000 kishi ish qilib, shuna bir cho'ng zal. Shuni ijaraga elib bir necha ming yevroga. Ayşe'de içilgan, sırf içilgan No'ruz faoliyeti o'rinlashtirdi. Ben şu an teklif verdim. Qarindoshlar, mat Tibetni qirg'in qilyapti Xitoy. Baş Germaniyada 20-30 ming muxlis var ki, ama şu Germanning o'zini Tibet dalaylamaga cho'qindigan rohiblar var ki, German rohiblar. Hem bu yaxshi bo'lmaydi. Biz No'ruz o'tkazsakmi, o'z ichimizda o'tkazaylik. Uyg'urlarga qarata, Turklarga qarata o'tkazaylik, ama sırf içilmasin. Bunda bir danlıq bir o'rinning o'zida faoliyatni qilmaylik deb taklif berib baktım. O taklifni qilmagandan keyin shuning bilan men internetda shu vaqtda Amerikan Org degan tor betida andagi norozilik fikr yozdim. Jiq zukumlashdik, ama o faoliyatni ular qildi bu yerda. Besh kifatlik daromad ishladi, naqsh usul qildi, shunda qilib, yuqori kayfiyat bilan shunda bir faoliyatni qildi. 2008 şu 3. ayımı şu No'ruz'unki faaliyetini yaşında kıyganımdı. Bu yine onda işlemde cık bulup durdu. Vatan özde Uygurlarının üstüdüm şunda bulatkan çağının özde yeni yıl faaliyet kılış, No'ruz kılış diyende ki iski faaliyetlerden bula yıkmaydı, kıpkamaydı, davamlaştırıp kiligilik. Onu bitirip etken çağda Uygurlarınki musafirchilikda bek kayfiyati tövelep ketmesin deb asıl kayfiyatdan şap turgan bunga ish qilmoyligi tashna bo'lgan xilqmi shu endi xilqning ichidan bor ekan. Endi bu bugungi kuni kelib endi hozir bu xilqninki bundaq madaniyat deganda bir narsaga yoki o'ng'ilchilikmi rag'da qolmagan chog'ning o'zida Uyg'urlardan eshib hozir bu chet elliklarning o'zi Garipliklerin özü Uygurlardan bekirek aktiftallık vaziyet ötken çağının özü de endi kopup 2020 yılını tehi Uygur Medeniyet Festival jili dep ilan kılgının özü bu eliki düşünüp boğulup bulmaydıgan bir narsa bunu. Çok kopulup boğulup bulmaydıgan bir narsa. Bu Medeniyet Festivali degenini hem de nurgun kişiler ijobiy bir inkosni qilibdi, tushuncha berib, voy madaniyat kelgan naqsh usul deganlar emas, hozirgi Uyg'urlarningki diniy, tili hammasi chekilayotgandan keyin umumyuzlik shu madaniyat degan hukm bilan o'tirib qo'yilayotgan bir ish, bu bakmi yomon ish emas deb bunda qiliki fikrini yetishib silab, bunda saloh qilib fikr qilayotganlarmi oz emas. Mayli bütün dünyalik Uygurlarning hammasi bu to'g'ri deb bayroq ko'tarib olsa-mu, ona o'zim yolg'iz qolsam-mu bu xato ish davrman. Men o ko'pchilik to'g'ri ekan, to'g'ri o'xshaydi deb unda aytgan emasman. Yani buni 2020 yilning o'zini madaniyat Uyg'ur madaniyat festivali jili deb e'lon bunda qilishning o'zida endi buni nima degan gap endi o? Bu qirg'inchilik jili deb qilish kerak, ha. Uyg'urlarning irqiy qirg'inchilik qilib, Uyg'urlarning insoniyati dafsanda qilingan yil deb baho berish kerak. 2020 yili 30 milyon Uyg'urning dafsanda qilinib, insonligi yer bilan yakson qilingan tarixga mushundaq bir qora suritilgan, dunyo tarixiga qora suritilgan bir yil deb mundaq qarorlash kerak. Bu yilni mangu tashqa oshundaq uyish kerak. Ha? Bunu oltun bilen hel verip oşundaq körsüz gerek, bu taşkı uyvetiş gerek bu katını. Facebook'ta emas. Endi bunu neyim deyimiz endi? Bu dünyadaki muştaq milletlerin açta jilleri buldu. Palani jili, mundaq jili, Mehmet Qashqari jili, Yusuf Hacip jili deb mesela ilmi nimelerde, ilmi tədqiqatçılar, Yusuf Hacip tədqiqatçıları yoki Türkilog tədqiqatçıları bularniki namida ma'lum yilda shu yilni ataydi, Mehmet Qashqari jili deydi. O jil ilmiyatin kelmaydi, shunda jil deb atilib o'tib ketdi. O ashta tarixda qoladi. 2017 yili Yusuf Hacip jili bo'lgan deb
tarixga aştaq yazıldı. Mesela kaçıncı oldu onu ben hazır unutup kaldım o yılın özünü eniq. Falanı yılı 2018 yılı Mahmud Qashqari yılı deb bedititi muştaq ani ağan deb tarixga aştaq yazıldı. O falanı yıl degan narsa mundaq narsa. Yeni bir qetim, yeni kelar yil yeni bir qetim undaq tekrarlanadigan narsa emas. Tarix aşındaq yazıldı degan gap. Endi 2020-yılı Uyghur Medeniyet Festivali. Festivalga nima o? Ko'rgazma degan gap. Uyghur madaniyatini ko'rgazma qilgan yil deb endi oldirilishi kerak degan. Bunun özüne endi nima deymiz endi? Buni Xitoy qilgan narsa. Buni Xitoy Apmun rayonidagi Xitoy sekretarlar Beijingdagi Xitoy hukmronlari ola deydigan gap buni. Bu yerda qirg'inchilik bo'lgan bir ish yo'q. Uyg'urlarga biz zulm solgan narsa yo'q. Uyg'urlarning o'zini biz madaniyat jihati tarbiyalab qoloq terrorchi, radikal, asabiy bunda insoniyat qalbidan chiqib ketgan bunda rezil xalqning o'zini, qotil xalqning o'zini biz 3 yillik tarbiyalash jarayonida madaniyatlik bir xalqqa aylantirib chiqdik. Bu bizning natijamiz, bu bizning g'alabamiz. Shuning uchun 2020-yili Dünya Uyghur Medeniyet Festivali yılı bo'lishi kerak deb ana Xitoy e'lon qilishi kerak. Xitoy uni bedidida andaq aniga aldıysa, o vaqtda Xitoy bo'lgandan keyin shunday qildi deymiz. Endi men Uyg'urniki ko'klattisini ko'tarib olgan ma odamlar, Uyg'urning ko'klattisini ko'tarib olgan ma odamlar qo'pib, ma'no o'zini men bundaq aniga oldirman, bundaq deb e'lon qilaman deyishning o'zini Xitoydan orib olmaymiz bularning tarafini. Qarandishim bu haligi Mandalik tushunadigan narsa emas. Madaniyat deganning o'zida til madaniyat, din madaniyat kirdi. Va kazalar hammasi uning o'zimi milliy mavjudlik bilan parallel bir mavjudlik. Uning o'zini Xitoy bizning madaniyatimizni, bizning irqimizni qirg'in qilayotgan ekan, biz g'arb dunyosiga noiti nima ko'rinish, simpatik ko'rinish uchun, yoki sifayi ko'rinish uchun buni madaniyat yili, madaniyat festival yili deb munda o'tirib chiqsak, g'arbliklar bizni ajoyib bir esil bir g'irmiy yurdan haqqa deb munda qabul qilib qoldi deb diplomatik qotdi bizning mankatlar deb mandaqlik tahsiyga tuzgan, tahsiyalab turgan shunday yaxshi odamlar bor tahsiyalab yuryapti. Va asli qo'zg'olib ketgan narsa, ay nimdotchi munofiq deb qo'zg'olib ketgan narsa bu. Ma Uyg'urlarning ajraq qilishi ayadaligi ata onasi urug' tuqqanlari lagerda azobni pitib, azobida qolishiligi datda qolish sarong qolgan bo'lsa-mu, sarong qolgan bo'lsa Uyg'urlar buni albatta ajraq qilib kechirib saklaydigan narsa bu. Ammo shu to'g'ri tushunyapti bu. Shunday yaxshi bo'ladi. Qarandishim, bunda ish davomlashidi. Mush Uyg'urlar qachonki mushtaqli bo'ladi ekan, buningda yomoni davomlashidi. Hatto Xitoy lagerdagi milyonlagan Uyg'urlarni qo'yib yurib, ulardan bir o'mak tashkillab, chet elga chiqarib, chet eldagi milliy bo'lgunchilar bilan sizlar dialog o'rnatib, faoliyat o'tkazsa, bular shuni qabul qildi. Kilonlar qarindoshlar deb birga faoliyat o'tkazib boshlar bilan ondaki rezil bo'ldi. Ularning keyin qo'yib, bizga Xitoy zulm solmaydi, biz mundaq ilg'or ishni o'rganib chiqdik deb, o'shada bularning baribir yuzi yo'q, rezil bular. Ama Uyg'urlarning chetdagi davosini, bayrog'ini rezil qildi bular. Bu ashular buning sorunu hazırlab turganlar bular. Millat qachongacha nimish tushunmaydi. Millatda bu qanday bu millat bu. Magarsa meni millatim falan deydi. Nurg'un pachaqchalar bo'ldi. Oshtoq deyishga haqliq mazadi. Shunday. Mush madaniyat festivali deb baholaymiz, boshda deb bekitimiz bu 2020 desa, o'shani to'g'ri tushunayotgan odamlarni odam deyilgan bugungi kunda. Lagerda solinib ketgan ota-onasi xutumbalari nima endi u? Mayli mana ashta solinib ketsa, o'shunda dapshanda bo'layotgan, dapshanda qilinayotganning sharfiga ondan buni madaniyatchilik deb boshqa yizish kerak. Agar bir anlab bilib, Avropa parlamenti anlab bilib, mushlarniki mushu chaqirg'ini bomba bulgan ishga deb o'shani o'zida Xitoy soyibxonlikqa yurib bedida, ashti o'tirib, angib qasqanda o'xshashi tarix boshqa yozildi. 2020-yili Dünya Uyghur Medeniyet Festivali Xitoy bu radikal millatni o'ngshab, ayada tuzab,
chet eldimi terrorchilik qilmaydigan, chegaradimi terrorchilik qilmaydigan shundoq yaxshi bir madaniyatli xalqqa oylantirdi deb tarixga qo'shgan yezitgan narsa ama bu o'ynashgan narsa emas. Shu. Haqiqatan hamda bu munofiqlar shu beshimizdan nurg'un qirg'inchiliklar o'tdi. Her qirg'inchilik o'tib uzun bo'lmayla bu munofiqlar bir yig'ildi. Yig'ilib kunduzi yig'in ichib Xitoyni tillaydi o shaklga. Oqshimisi nag'ma qilib kuladi, chaqchaq qiladi, mazaq qiladi. Biz o'zi yig'lab o'taganda bu haramzodlarniki aşağıda külüp o'tag'anligini ko'rdik. Az deganda 10 qatim ko'rdik. Hayron bo'ldik. Bular Uyg'urmi, emasmi degan savolni qo'ydik o'zimizga. Bu yoqda men az bo'lmagan tashviqotlarni qilgan bir mezgil. Chunki boy dedingiz, bu chet eldagi Uyg'urlar haqiqatan do'tmi, bu nemish qilib bu isyon ko'tarmaydi bu ishlarni ko'rib. Men tanqidlashga haqli dedingiz. Men shu fikrda. Chet elga haqiqatan hammaqat Uyg'urlar chiqqan o'xshaydi. Vijdonsiz Uyg'urlar chiqqan o'xshaydi. Vijdonni ishlab ketgandan chiqqan o'xshaydi. Masalan, Uyg'urlarni qirgandek bir millatni mushtaq qirgan bo'lsa, terroristning eng az 10-100 chiqadi. Nemishqa? Biz hech nima qilmay turib, Xitoyga tushganmay turib ismimiz terrorist. Ayada bizning qeyindishimizni bakadın nurg'unlarini o'tirib chiqarpadi-ku, hatta beshini yonchivatdi-ku. Masalan, bir yaqin tuqqunimning qeyindishimni bir Xitoy bakab beshini urib yonchivatsa, mening bir Xitoyni o'tirib ashna munosabatlik, masalan, Xitoy diplomati yoki Xitoyga ishlaydigan, hukumatiga ishlaydigan bir Xitoyni o'tirish huquqim yo'qmi? İnsanlığın tarixida bir normal bir ish-ku. Sizning qeyindishingni, sizning uyangdagi a'zolaringizdan birini o'tirvatsa, sizning intiqom olish huquqing bo'ladi-ku. Ama şu chet eldagi şu munofiqlar şu xalqni besib to'g'ri yo'l ma'vo deb Xitoy ko'rsatgan yo'lni ko'z tushirib, oxir xalqimizni bundaq ishlardan o'zini tortadigan, intiqom olish niyatidan voz kechadigan, Xitoy u adamni o'tirish emas, apangning siningning ustiga chiqalasım yeyib o'tirib, hatto yig'lab bir bulon kirib, yig'lashdan boshqani bilmaydigan haramzoda holatga kelib qo'ydi. Bu ishda Uyg'ur chet eldagi Uyg'urlarning mo'shalga kelib qolishida, shu chet eldagi atalmış tashkilot deganlarniki uzun yillardan shu xalqqa ko'rsatayotgan yo'linishi, yetakchilik qilishi bevosita munosabatlik. Hem bu haramzadlar sizmi dediniz, bu ish bunday kimi davom qildi dediniz. Meningcha shundaq. Nemishqa deganda bu tegipas, zedipas munofiqlar bular. Men necha qatim programmada bularniki shu Myunxdagi paskashliklarini ochgan, ammo u ba'zilarniki, masalan, ba'zi ayollarning ismi atlab qilishi sabablik shaxsiy turmushiga ta'sir etmasin deb uni yo'q qildim. Ammo bu guylarning qanday guylarligini bilaman. Aş iki munofiqning bir meynat xotinni bir yil tam oshni qilib o'ynaganligi, anadagi o'ynab zerikkandan keyin bir podaqchisiga alamani xotin qil desa, uning eliqi tavka yollaydigan, junda yollaydigan podaqchisining uni xotin qilib olganligi. Ma ikki yaqin og'ayniniki, birisi bir ayolni yana birisining oshnisi ishganligini bilib turib xotin qilib olganligi. Anadagi ba'zi bir xumparniki shu o'zining atrofida yashayotgan birilerniki ayoliga chaqilganligi, xotinining ishtonbeg'ini boshqarolmaydigan bir munofiq turib, yana da'vo sepidagi palag'ini deb. Mana mushunda munofiqlar, ey Uyg'ur, sana yetakchilik qildim, vakillik qildim deyotgan mana mushtaq munofiqlar. Ularning qo'ldan bunda rezillik chiqmamdi? Chiqdi. Ular ekranga chiqib qat so'ylab kendisini aldaydi. Gündüzü, keçiler her tüşükleri bağlarının kırdıgan. Gündüzleri çoğun tüşük kirse, keçiler kırdıgan uşak tüşükleri cek, köngül açıdı, nakşi etidu, küdük çakçak kılıdı. Ayada, mesela 5. iyul vakasıdek, çoğun kırgınçılık doğan küllür mü? Bu munofiqlar oturup, kül alaydı, şanqo kılalaydı, qaqaqlab kül alaydı. Mana muşlaq kuylar. Sana yetekçilik qatqanda muşta munofiqlar, hey Uyg'ur, bilaval. Mushtaq holatda
Endi hazır u nima qilsa mayli. Chunki hazır Uyg'urlar boya degandek teriqdek chechilib ketdi, tashkilotlar ko'p. Ular faqatla bir qismi. Hech kim e'tirof qilmaydi desak bo'lmaydi. E'tirof qilganlar jiq. Uyg'urning da shu da'vo sepidagi atalmish namoyishlar qanchamish qatnashib qo'yganlarning ichida dasturxonasi yugurib kelib, "Ben buni unutib, munofiq olamdi, bijimiz olamdi." Gumlu tushadiganlar az emas. Falan avankatib chiqib chaqir qilsa, falan yerda 500 kishilik, 5000 kishilik namoyish qilmasa, Uyg'ur eng ko'p keladi. Chunki undan keyin kechda ziyofati bor, kulki chaqchaqlari bor. Ammo haliqi ichidan chiqarib vatan suyadigan, "Ey maqtay biqib ketdi, men kullanmadim, men kunda yig'layapman. Ey kela qeyrindishim bir ish qilaydi" desa, uning yoniga keladigan odam yo'q. Chunki uning qo'lida puli yo'q. U eni dedim pul olmaydi, u dasturxon solanmaydi, u faqatla achchiq gap qila oladi, dardini to'ka oladi sana. Shunga uning qishig'i berishni xohlamaysa, shunga sening ota-onang, urug' tuqqanlaring, qeyrindoshlaring vatanda eshakning kunini ko'radi. Yo'qolish kirdog'i bordi. Bu millat yo'qolib ketish kirdog'i qavatıdı. Mana bugünkidek bir rezillik o'tirg'i chiqqanda Vankatov mana shundoq biz Uyg'ur millati yo'qolib ketish kirdog'i kelib, qon yig'layotgan holatda kelar bu yilni bir yilni madaniyat san'at festival yili qilib bekitib, u davlat bu davlat sayyora o'yin qo'yimi sahnaga chiqib deydi. Necha vaqt o'ynayotgan o'yinlari yetmadi. Yani külüp otta Uyg'ur tumshqa qilsanmi? Çabakçalı oyna. Çabakçal. Bo'lsa sahnasiga chiqib, o'ynab be. Kaltaroq ishtonda kiyibchi, oppoq qochoqlarini ichib, o'ynab be. Andan keyin Amerika zerikmaysini ozod qilib turdi. Mushundaq rezgi millat bo'lsa ozod qilib beraychi, deb turib ozod qilib turdi. Fakat amal tapamızsan bir bulun kırıp, iki kulağını götürüp, "Ey Allah, aşı nice sıktayını yoktip be," dep tilayalaysa, onunla başka çıkılanmaysa. Biz pok, biz yaramaz, biz lata. Şunun üçün, mana munafıqlar aşkar halda bizni molqıvatıdı, bizni çelevatıdı. Ana, bizniki atalmış, mustaqilchilarimizning biriga keldi, yoq siqishdi, biriga kelib bir jam bo'lanmadi. Asli o'sha mustaqillik davatqanlar, vatan uchun jinim pido davatqanlar biriga kelib, bir markazni shakllantirgan bo'lsa, o sahna bu munofiqlar qolmaydi. O sahnani mushular qo'lga o'tkazib oladi, sahnaning o'ttirdiga bular chiqadi, Vankatovlar qo'ngini g'itqisib yo'qoladi. Hazır nima? Hammamiz bulunqishqa kirib bilib, mas'uliyatsizlik bilan shu bir-biridan nenim bo'lsa, qo'sqim to'ysa, bir kunim o'tsa, bir kunim hisob. Bunda bo'lsa o'lmaynin bo'lsa, sen yo'qolmaynin bo'lsa, Uyg'ur, ey Uyg'ur. Qo'lingda kelsa Vankatovning qishtig'i sol. Yoki yeniga boramsan, ekranda shu munofiq chiqqan, ma xabar bo'lmaydi. Muşu xabarning ostiga inkos yoz. Tilla yo'q qo'ymaydiganligingni bildir. Qarshilik qil. Ana shu chaqda hech bo'lmasa azroq bir uyg'urligingni, rolingni joriy qildirgan bo'lsa, azroq bo'lsa-mu bir vijdonli ish qilgan bo'lsa, bu yil biz usul o'ynaydigan, naqsh etadigan yil bo'lib qolmasin, Uyg'urlar, Sharq Turkistonliklar. Bana bu sükut qilmaydi. Bu vaqtda men uzun bo'lgan bu xumparlarni tanqidlaydigan ishtimni zerikkan, chunki ko'rguchilarni ko'rib qo'yiblar, kulib qo'yiblar, andaq deding, mandaq qilding deb yana qo'pab bizni tanqidlashga o'tdi ekan. Rost gap qilsam bo'lmaydi deydigan opirib qo'ydi ekan. Rost gap qilib zerikkanlar asta-asta sahnadan tushdi. Ammo bu qadar rezilliklarni, ya'ni Xitoy usul o'ynatyapsa, ayada Uyg'urni, mayada Vankatov qo'yib Uyg'urni usul o'ynatma deganga qarab, men ko'tarolmadim, men chidayolmadim. Erkak bo'lsam, odam bo'lsam, ey Uyg'ur, inkos qil. Vankatovni tilla, duq degan munofiqni tanqidla. Qo'ngini g'it qilsin.
Bizga vakillik qilolmaydi ular. Bu vaqtda bu ishning oxiri qanday bo'ldi bilmaymiz. Vatanda Xitoyniki hamma nimasini boshdan oxiri yalab, dunyo bo'yicha kuchlikning eng cho'ng ulgusini yaratgan Wang Bakri degan munofiq oxiri qanday bo'ldi? Oxiri Xitoy aksi ikki putini bir o'tib qilib Bardag'aga gapirib qo'ydi. Ishdan kunni ko'radi turmada. Chet eldagi Wang familiyaliklarning u kuni qachon kelar? Uzun qolmadi inshaalloh. Bu vaqtda shu Rabiya Qodir xonimni bir tanqid qilgim keladi. Chunki shu Wang Katibniki shu sahnaning o'ttirg'i chiqib olishida Rabiya xonimniki cho'ng to'pisi bor. Hamda bu yerda biz bilimiz, aniq bilimiz bu Wang Katiblarning bir tutuvga yeri bor. Rabiya xonimniki bir o'tkazgan xatoligini tutilib, tahdid qilish orqali Aşu Rabiya Qodir xonim markaz bo'lgan bir markazni yo'q qildi, parchalab etdi, Uyg'urlar param-parcha bo'lib ketdi. Endi Rabiya Qodir xonim prinsipal bir xatolik o'tkazmagan holatda har qancha cho'ng xatolik o'tkazgan bo'lsa-mu xalqimiz kechirib o'tadi degan bo'lsa, enig'i bilan hamma ishni bildi, hamma ishni bilib turib, oshkora o'tirib chiqib deganmidi? Aqishlarda pardining oqisida dedi, u ovozlarni hammamiz angladik. Shunlashqa xalqimiz ular isbot bormi deb aniq bir isbot ko'rsatilmagachga hozir boshqalar bir kap bilolmadi. Yana shu Wang Katib pakango sahnaning o'ttirini egallab olgan cho'ng kichik kirib yurgan. Bo'ptilar, shu Aromzada nima qilsa bu maslash berayli deydigan kap qolgan bo'lishi mumkin. Bu vaqtda Rabiya Qodir xonim deydi, men aslim yozyapman, men o'lganda ko'rsizlar uni deydi. Ya'ni sirlar shu chog'da ichiladi ekanmish. Millatga nima foydasi uning? Millatga nima foydasi? Hozir millat bir javob kutyapti. Neymişki bu ishlarimiz bu qadar paramparcha bo'lib ketdi, bu qadar Uyg'urlar bir yerga kelolmas holat shakllanib qoldi, bu qadar tarixdek chechilib ketdik. Bunga bir javob berishmi? Nimasi bor, haqqi bor. Ammo uningga sababchi bo'lganlar mana men o'lgandan keyin bilsa, mening aslimamni bilsa deb deyil uni ma'tudi. Shunga hozir bizning holimiz shu. Bir markazniki haqiqiy shakllanmasligidami balki shu sabab bo'lishi mumkin. Hem şuna bu şehirde endi Rabiya Qodir xonim masalan shu yaqindan yana shu masalan Allaylik shu surgunlik hukumatni pashilib ketgandan keyin birsiniki bir malaynaman deydiganiki ziyoratini qabul qilib Facebookda so'zlabdi. Balllarım bek chechilib ketdi, men yana o'tirg'i chiqmsam bo'lmaydi, men yig'ima hammasini birga akilma debdi. Endi bu shahda sizcha bu Rabiya xonimning yana shunday bir roli bo'ladimi? Rabiya xonimninki o birga akilish roli bo'lmaydi. Rabiya xonim endi bu qatim birga akasa yeni bir guruhni paydo qilib qo'ydi. Uyg'urlarga yeni bir balo qazoni paydo qilib qo'ydi. Bu yaxshi emas. Rabiya Qodir xonim balki qo'ldan keladigan chaqda o ishni qilmadi. Qo'lidan keladigan chaqning o'zida, qo'lida shu mansab bor chaqning o'zida Yaxının aldımı keynimi kesadigan chaqning o'zida qilmay uni. Endi hozir tarixda chechilib ketgan chaqning o'zi chiqib, o'tirib "Mana men qilaman" desa, nurg'unlagan odamlar Rabiya Qodir xonimning qishig'i kelmaydi. O Rabiya Qodir xonimning atrofiga keldiganlarni to'plab, chiqib Rabiya xonim boshqa bir narsa o'tirib chiqarib qo'ydi bu qatim. Agar shunday qilsa, millatga yana bir yomon ishni qilib bergan bo'ldi xonim. Shunga sabab bo'lib qoladi. Qanday desiniz, şu uzun yıl, 10 yıl Rabiya Qodir xonimni qurultayninki iştida qo'llab, qurultayning sirtida qo'llab, şu til haqoratga Rabiya Qodir xonimga qarshi elib berilgan til haqoratga zarba va taqobil turib, raddiya berib, xonimni izchil qo'llab kelgan nurg'unlagan kishilarning o'zi xonimdan umidsizlanib ketdi. Endi o'sha odamlarning o'zi
O xanım o'ylaydi ki men shularni endi qayta to'plab, nurg'unlagan guruhlarni, shaxslarni to'plab chiqib men haqiqiy inovatlik bir narsani, bir hukumatni o'tirg'a chiqaraman desa, shu xonimni qo'llaydigan yoki bir mansab lozim bo'lib qolgan bizlarcha odamlar xonimni qo'llash qiyofatida kelishi mumkin. Kelib andikan ashada bir narsani nima bo'lsin yo avtonom jumhuriyat hukumatida ish qilib bir narsa o'tirib chiqarib qo'yishi mumkin. O vaqtida o'niki yeni bir chechilishga, yeni bir dushmanlikka sababchi bo'ldi. O bo'lmaydi unda qilsa. Hozirgi mavjud mana shu ziddiyatga kirib ketgan guruhlarning o'zini xonim akilamaydi. Xonimniki unda qilgan roli yo'q hozir. Uning xafa bo'lmasin. Xonim o'zi bir gapni anglamaydi-ki, ammo Rabiya xonimga o'dil kelgan bir necha gapni kesib elib ulab anlatib qo'ydi-ki xonimga. Shuni xonim ranjib ketdi-ki, ammo o soatlab bu yerda deyotgan gaplarning hammasini anglab bo'lishga Rabiya xonimning vaqti yo'q, ham xo'shamaydi, xonim anglamaydi. Shunday gapni anglamaganligi uchun, yozgan narsani o'qib baxmaganligi uchun, ash haq to'shigan gapni anglab, shuning qarta muomala qilganligi uchun Rabiya Qodir xonim jiq ishlarning o'zini yaxshi unumli qilolmagan o'z vaqtida shu xato ketgan jiq ishlar ashta sababdan bo'lgan. Faloni sizni g'aybitingizni qildi deb shunday yetkazib qo'yishlar, xonim uning qarta muomala qilib qo'yib, shunday ishlar bo'lgan. Endi hozir men deyotgan gapning o'zini faqat mashani kesib elib xonimga anlatib qo'ydi. Andikin bu gapning bosh oxiridagi besh batma narsalarning o'zidan xabarsiz, andiki xonim uning qarta boshqasi bir maydonda bo'lib qoladi. Endi qanday bo'lmasin, xonim o'zininki bu Uyg'ur davosida vatanninki bu dard ahvolini yetkazishda zodi hassilab ado qildi. Uni g'arbga yetkazishda faoliyat elib berishda uni hassilab qildi. O'zi aslida shu Xitoyning turmusida yetib, o'shaning o'zida dunyoga Xitoyning bir zolim bir davlat ekanligini bildiganligini o'zimi yetdi. Aslida o'ziga yetib oshqidek bir kishilik vatanparvarlik, millat uchun bedel to'lagan xizmat bo'ldi. Chet elga chiqqandan keyinmi xonim 10 yil bu harakatga qatnashib, zodi hassilab o'zininki milliy majburiyatini ado qildi. Unaga ming rahmat. Ammo endi chiqib xonim qo'yib men mundaq ishni qilaman, zodi mening bolalarim chechilib ketib qolibdi, endi bu bolalarini bir yerga to'playman desa, o bolalar tuxumdan chiqib uchirtmoq bo'lib, hozir o'zi xohlagan qo'ndaqda qo'nib yurayotgan bolalar bular. Unda endi eliki qanotini kerisi atrofiga o'lishadigan unda shumchujilar yo'q hozir. Endi kelib qolsa, ashtaq u yerdan bu yerdan mansab tegmaganlar, cho'ngroq mansab bo'lsa bo'ldi deb o'ylab qolganlar, paloni qo'y mansab tikibdi, men bo'lsam bo'lmamdiki deb o'ylab qolganlar kelib qolishi mumkin. Endi ular bilan birlashib, yana bir narsani o'tirib chiqarsa, bu xonim millatga dushmanlik qilgan bo'ladi, ziyonkashlik qilgan bo'ladi. Bu o'yinchiga ish emasmi bu? Anandan keyin shu endi davo sepida uzundan buyon deyilib qolayotgan bir gap shu yoshlashish, yoshlashtirish degandek tema. Endi buning natijasini tuzib ko'rmadik, ammo ba'zi yerlarda, ba'zi tashkilotlarda yoshlashishlarni ko'ryapmiz. Ammo bu yerda bir g'ayriy ahvol bor. Ya'ni shu yoshlarning ichida ajoyib bir Xitoyparastlar borki, odamning kulgusini keltiradigan, hayron qoldiradigan jihatda. Masalan, deylik, bu yerda Govungu degan Xitoy bir narsa so'zlabdi yaqinda. Buni bir ko'rib chiqaylik avval. 我一看他发推呀、就那一个推就知道这个王八蛋就是什么样的来路骗子了，啊，就是烂到至极，你大爷来的你傅西秋你个郭宝胜啊，你和什么这个王导啊，你和着这个一帮子假牧师，你在美国你到处招摇撞骗，你竟然是你说你多丢中国人吧？很多新疆人根本不知道咋回事替新疆人说话。新疆的朋友们，你们但凡长点脑子的，在华盛顿问问啊，傅西秋是怎么说新疆人的？啊，我多次见过政府官员都说，傅西秋说新疆人大多数是暴徒，不应该救，很多都是恐怖分子。啊，竟然很多新疆人和傅西秋走在一起去。我请问一下新疆朋友，傅西秋给你们干过一件事不要你们钱的吗？
傅西秋真给你们干过一件事吗？傅西秋在美国是怎么说你们所有的新疆人的？这新疆朋友，你们擦亮眼睛吧！就凭你打着FBI 的名义，用联邦政府的名义啊，你这个傅西秋，你在美国你的日子啊，你走着看吧啊！美国人从来没放过一个干这事的人啊！只要打政府名义的，所有的口径、所有的口气，全都是共产党的口气。你害了多少人呢？而且我看到竟然有糊涂的新疆人跟他在一起。这个跟他在一起的新疆人只有两种人，要么你就是共产党派来的，跟傅西秋一起来害新疆人的，要么你就是有其他问题，你绝对不是帮新疆人的。Bu yerda bu Xitoyniki gapini qisqacha tarjima qilib o'tsam, bu haliqi BOPFU deydigan bir Xitoy Amerikada faoliyat qilayotgan Uyg'urlar bilan birlikda. BOPFU Qizil Galak Xitoy narsa, Qizil Galak Xitoy. BOPFU degan Xitoy, Fuxichuki uning to'liq ismi. Bu Go degan Xitoy, Gongo degan Xitoy hamda shu chet eldagi Xitoylarning ichida eng ta'sir kuchli Xitoy. Ya'ni bu Xitoydagi vaqtida Xitoy amaldorlarga eng yaqin o'tgan nurg'un ishki materiallarni biladigan, o'zining deyishicha bu BOPFU, ya'ni Fuxichu degan Xitoyning arxivini ko'rganki, o'z ko'zi bilan ko'rganki. O deydiki bu aniqli Xitoy avatgan, Xitoy hukumati avatgan bir munofiq jasus bu. Hamda bu men tushunmaydigan yerim deydi bu. Bir qism Uyg'urlarniki buning atrofiga poqchivini olashgandek olishilib, uning bilan birga faoliyat olib berayotganligi mening kallamda o'tmadi. U oxirida chiqqan yakuni bu BOPFU degan Xitoyning atrofida yurgan Uyg'urlar yoki Xitoyning jasusi yoki normal inson emas deb javob berdi oxirida. Yakuni shuki. Ya'ni bu BOPFU degan Xitoy bilan apaq-chapaq bo'lib yurgan Uyg'urlar xeyli yillar bo'ldi. Ularni ko'ryapmiz. Masalan, bir nima Turkiya deydigan aramzada va bizga avtonomiya kerak deydigan Turkiya degan aramzada. Buning bilan bir tashkilot qurgan. Xitoyga yordam tashkiloti, China Aid deydigan bir tashkilotni qurib, uning amaldori bo'lgan bu Turkiya. Undan boshqa yana yosh shu Amerika Uyg'ur jamiyatiga yaqinda vakil bo'lib rahbar bo'lganlarning ichida bir qism Uyg'urlarniki, yoshlarniki bu Xitoyning biqinidan chiqolmayotganligini ko'ryapmiz. Bu Amerikadagi bu yoshlar to'g'risida nurg'un gaplar va qanday emasga, Uyg'ur emasga, ikki tungan qo'shilyapti, orasiga taraq turib. Ularni men bilmayman, tunganmi yo Xitoymi yo bu foniki yaqin do'stim bilmadim, ammo tarixni nima qilsak, masalan, tarixda bizniki ajoyib seskinarlik tariximiz bo'lgan. Masalan, shu rasmdagi ma'vo Abdukerim Abbasov degan bizning atalmış liderimiz xotini Xitoydi. Endi osh chaqlardan tartiblar bu Xitoy oshiqligi borkan to'q. Bu Xitoy oshiqligi mana hozirgacha davom qilib kelyapti. Boyatilgan olgan Turkiya va yoshlar masalan Xitoy o'zi oshkorlayotgan Xitoyning jasusi kommunist Xitoyga ishlaydi deydigan Xitoylar bilan apaq-chapaq bo'lib yurib, yana xalqimizga biz millat uchun ish qilyapmiz deyishlari bu pakla g'ayriy ahvol. Ham xalqimiz ko'rmayotgandi, ko'ryapti. Ammo shu munofiqlarga yana munofiq deb soldim, pardon. Shu Xitoyparastlarga shu Xitoy oshiqliklariga yana ishqilaqdan uchuq, sahnalardag'dan uchuq, xohlagan yerda Sharq Turkistonlikqa vakillik so'zlay oladi, xohlagan yerda Sharq Turkistonliklarga dars bera oladi. Ularning ichida uchuq oshkor holda vatanning ismini Xitoy ataydigan XC bilan atab turib, XC Cumhuriyet quramiz deganlarmi bor. Ben gangrapta kaldım Abdurrahim efendim, Abdurrahimcan efendim, ben resmi bazda gözümü yumupla o dünya ketebilişka
aldıraydigandek açtaq bir xil resmi men qandaq bir muhitde yaşayatıma, qandaq bir milletin arasında yaşayatıma men kallam tamgı neç qatim üstüme bir cevap tapamadım. Siz bize düşündürüp berin ha. Nim boldu? O Xitayperestlik işi heli uzun yağı baş kılıp ikinci Cumhuriyetimizden misal alsak mı yaman küçülük hem de seskinlik derecede çoğun rahberlerimiz mi aslında Xitaylar bilen appak çapak olup ümmetin üzemmigen olanınki tarihlerini o kısmı adam seskin doğaş adamlarını ama milletin lideri edip yürüp dikenmeyiz de. Hoş. Endi Xitay bekatunmay nim qilgan şu ishga ayrılalmaslik, Uyghur xanso arlanmaydi deb bedavalib turib, biz kichik chaqimda deydigan bir gap bor Xitoyninki. Ishga ayrılalmaslik deb. Ammo shuni qanot yoydiryapti-da, chegaraning ichida besim bilan ayrılanmaydi Uyg'urlar. Onu besim desangmi, chegaraning sirtida yana bir xil shakldagi Uyg'urlar Xitoy bilan ayrılmaydi-ku degan bir isbot bu-ku. Endi chegaraning ichidagini ma'qul hokimiyat zo'rlab turib, kommunist Uyg'urlar bilan Xitoylarni o'zini yaqinlashtirib, bunda ishga aralanmas qilib qo'ydi. Ham u yerda bir mustamlika va Uyg'urlar olib chiqman deb aralanmaydi, amal yo'q desangmi, chet eldagi erkin dunyodagi demokratik Uyg'urlar bilan demokratik Xitoylarning apaqcha-paqchiligini ko'rmadingmi desa, on bir isbot bo'lishi Xitoyga. Xitoyning Uyg'ur Xitoy aralanmaydi, buni arib qanday qilishlar o'tirib chegaraga ketib, ayrim ichki davlatlar nima qilmoqchi, bular Junxo oilasining bir a'zolari bo'lar, bu millatlar degan da'vosiningki qisman rost ekanligini bir isbotlaydigan narsa. Endi bu Xitoyperestlik qarang, bu shu men Germaniyaga kelsam, Balkentop Xitoyperestlik. Ma O'rta Osiyoda endi Uçqaşqarı satqınlığı batı ola. Biz azadi Xitoy hukumati bilan hamkorlashib turib, Beijing bilan hamkorlashib turib, O'rta Osiyodagi Uyg'urlarningki iqtisodiy ahvolini yaxshilaymiz deb ochiqli tashkilotni quribli. Hatto shu Beijingdan Beijing shaharlik hukumatdan millionlab dollar elib mandat tashkilot qurgan Uyg'urlar batı Qirg'izistonda. 95-yili qilgan bu ishni men bu shu kitoblarimning to'liqsiga yozyaptim, uni odamlarning ismi bilan tatib yozgan narsa bu. Endi o yerda uçqaşqarlı batı o Xitoyperestlar, Xitoyning ishini qilganlar. Vatan millatning mustaqilligida bayroq ko'targanlar ayrimlar ular. Xitoyning avliyosi bo'lamdi. Va Xitoyning nimasi kutdi? Xitoyli degan gapda mana. Vatan millati mana biz da'vo deb mayalik, manda qilib xumsi soltaklarga o'xshash millatning bayrog'ini ko'tarib yurganlar, o Xitoy deb unda Xitoyga qat'iy qopqoni bitishini ixram ko'rsatmaydi o tashkilotchilar. Ama uç oshkora Xitoy hukumati bilan iqtisodiy hamkorlik o'rnatib turib, mandaq qotgan tashkilot qurib, mandaq qotgan odamlar bor Xitoyperestlar. Endi ma Germaniyaga kelsak, mushu demokratik Xitoylarda Xitoyning inkirib olgan bir ishlar bor shu vaqtda, va Xitoyperest qilmanglar qarindoshlar desak bo'lmaydi. Ya, ma Xitoyningki g'arbda yo'li bor. Xitoy demokratlarini mush Beijingda namoyish qilib 89-yili shuni kesib chiqqan mush o'rkashlar bilan bir qatorda donliq Xitoylar bular demokratik Xitoylarning bakdan qova ular qayerga bosib ish uchoq biz osh Xitoyning chapindan peshiga eslib yurib agishib yurib shu ishlarga kirib olgandan keyin andan keyin do'konni olib chiqib chiqsaqmi bo'ladi deb ashuna turvolatdi. Odamlar silni o Xitoy chapindan peshiga agashtirib olgan Xitoylar borgan dadixohda biz faqat kommunistga qarshi Uyghur Xitoy aralanmaydi deb ko'rsatdi. O Beijingdagi Xitoylarningki Uyg'urlar Xitoy aralanmaydi degan da'vosini sizlar rasmiy erkin dunyoda isbotlab bersizlar demokratik Xitoylar bilan birga yurib. Faqat bu yerdagi masala shu hokimiyat sistemidagi masala. Xitoy kommunizmdan o'zgarsa, demokratik bo'lsa, Uyg'urlar u yerda bir milliy territoriyaga tilab qilgan millat emas deganni sizlar hozirdan boshlab isbotlaysizlar. Keyin vaqt kelganda kechiklar siz do'konni olib chiqqan chog'da siz kechikkan bo'lsizlar deb ziqimlashatdim ular bilan. Endi gibi ahmoqchalik shuning bilan gezitga maqola yozdim O'rta Osiyodagi gezitlar orqali taqalluslar bilan mushularni tillab, tanqidlab emas, tillab deb o'rganib qoldik, tillaydigan gap emas u. Tanqidlab turib, Abdubesh yerisini chiqarib turib, shunda gezitga, Uyg'ur Yangi hayot geziti, Vijdon ovoz gezitlarga maqola yozdim men shu vaqtda. Oyda bir qatam o gezit aran chiqib bu yerga 2 oy bo'lib ketgan.
Oşundaq qıldık, o çağda internetler yoxdu ya, 99, 2000-ci illərdə gəplər. Endi bu Xitaypərəstlik oşundaq batdı. Bu Xitaypərəstlikdən zadı arıplanmay жүрген çağımızda 2001-ci yılı şu vaqtdaki Şərqi Türkistan Uyg'uriston Milliy Qurultayining Belgiyada Yevropa parlamentida bir saylam yig'inini ochadigan qaran tasti bir ishlarni yo'l mengib, Italiyadagi Radikal partiyasi o yo'lini mengib, yani Xitoy demokratlari mangmidi o ishni. Radikal partiyasi yo'l mengib yurib, Yevropa parlamentidan bu ishni hal qilgandan keyin shu yerda 2000-ci yil, 2001-ci yili 11-ci ayda qurultayning saylam yig'ini etilmoqchi. Şu çağının özde Xitay demokratlarının Avrupa Xitay Demokratik Partisi'den bir Xitaylar var ki. Çok Xitayların bir tane talep gitti o. Biz sizlerin kurultayınlığa biz 6 tane vekil evetimiz de faks gitti o. O şu vaktiki kurultayının reisi Envercan Efendi o faksi bana kösetti. Ma Xitayla 6 tane vekil evetimiz yaptı o. Tola işini mesatlaşattıkça o adam bilen. Vatenden çıqqanlarınki mizaz karakteri, Xitaylarning mizazını bilmeydi o adam demek şu garip çoğun tüptüz bir adam. Şunun bilen bu Xitay vekil evetliğin nemek var ki bizning qurultayga desem, burun qurultaylarning vekillikti deydi o. Ona meman o'xshaydi deb dikaman, men 99-yilda Xitoyga kelgancha bir necha Xitoyga so'zlar yuribdi qurultay yig'inida. Yo bu Xitoyning nima qilib vekillikdan bu qurultay bu Xitoy vekil evetliğin nemek var ki desem, ya biz endi başta hamkorlashimiz demokratik Xitoylar bilan deb başta bir qarorlar etganmiz, shuning uchun vekil kelish haqqi yo'q. Vekil kelgandan keyin so'z haqqi bo'ldi, saylanish, saylash, ovoz berish, ma'qullash haqqi bo'ldi. Vaqti kelganda bu tarixga yozildi. Biz Uyg'urlar bilan birga kommunizmga qarshi turgandik, Uyg'urlar bizni olmaydi deb, vaqtdan keyin kommunizm yo'qolgan chog'da bizga rahbarlik Xitoy bizni boshqardi. Shuning uchun Xitoyning vekil evetliğin haqqi yo'q. Bu bizning qurultayimiz. Şarkı Türkistan Milliy Qurultayi degandan bizning milliy masalamiz. Xitoyning vekil qatnashtirgan haqqi yo'q. Ammo Xitoy kelsa mehmon evatidir. Faqat tomoshabin evatidir. Ular so'zlayman desa biz temi tushirib beramiz. Ma temida sen so'zlaysan deb temidan beni tushirib beramiz. Xitoy ya 3 minut ya 2,5 minut şu tushirib bergan temining o'zini so'zlaydi mehmon sifatida. Ammo u yerda shapaşlab o'zi bilgancha fikr qilib, ovoz berib, qo'l ko'tarib, taklif berib bunda qilgan haqqi yo'q. Bu donaat yaxshi yo'l deb bu odam dal ashadlan bir faksni yezib, xatni yezib, faks qilib evet de Xitoylar. Evetgandan keyin 3 kundan keyin o Xitoylar javob qildi. Bu qatim biz Uyg'urlarningki haqiqiy sog'lom milliy bir yig'in ochilganligiga biz ishondik. Shuning uchun biz endi vekil evatamasak, u yerga mehmonni evatmaymiz. Rahmat sizlarga deb. Bunda javob qildi. Shundan keyin bu Xitoy dastimson bizning ishimizga deb ching turdik. Xitoymi dastimidi 2004-yilda Dunyo Uyg'ur qurultayi bo'lgan chaqdimi, o chaqda ilki ikki qurultay birlashib faoliyat qilayotgandan keyin Jirah yıkıldım adam koyatkandan keyin bu Xitoypərəstlər deb tankını çıkıp kalmışsın dedim iş qilib Xitoydan bir yerimi mehmonmi chaqam ediyorlar. Xitoy kelmedi 2004-yilda. Aşında menib andan keyin bu Rabiya Qadir xonim bu işligi mas'ul bo'lgandan keyin Xitoyga ehtiyojim qolmadi. Rabiya xonim o'zilam Aqsaroy Ko'ksaroyliga bu ishni kirgiltdi. Kirgiltgandan keyin Rabiya xonimga andan keyin qosh otib bular zodi tindimedi. Bu Xitoyning peshiga eslib yurib biz Garip'in işi kaçımız diyen bu Xitoypərəst davagarlar Rabiya Qadir xanımga 10 yıllar bu karşılık kıldı. Garip'in işigen açkan xanımga. Aslında xanımınki peşiga eslib turib, çın himoya qilib teximiz alib ölüp ketdik. Siz maş yolda mangsiz deb turib eslib olgan bo'lsa bo'ladi. Ammo unda qilmay zodi 2005-yil 10-chi aytib Rabiya xonim qurultay reis bo'lmagancha o 1 yil burun reis bo'lishdan 1 yil burunlam Rabiya Qadir xonimga tosh chalma etib shunchalik alam qilgan 2017-yili 7-ayning 18-yili bu Rabiya xonimga aram bermay turib oxir qo'g'lab chiqarib yurib yo'qotdi. Demak bu Xitoypərəstlik məşuna yıldızlar bir işçi bu nəhayət yaman konu iş bu. Chat elde mən bilsəm şu endəlik materiallarda oxuyuruz 92-ci ildən də 95-ci ildən də şu 98-ci il ya İstanbulda 6 dərnəklə başlığı ilə bir Xitay toxtan tüzgən deb nəhayət cıq tənqidlərini oxuyduğan 10 illər burun internetdə yazılan ki Xitayның ki demokratik Xitayların vəkili deb bir jurnalist Xitay getmiş. İsmini Xitayning mutlaqına burun xeyli bildim.
O Xitoy qarta andikin dernekniki şu vaqtidagi Sharq Turkiston rahbiyi va hokazo deb tadqiqot jamiyati binasida Bakı İstanbulda. Shular yig'ilib andikin Xitoy bilan hamkorlashimiz deb ashta bir to'xtamni qilishibdiki, kommunizmga qarshi hamkorlashimiz deb. Biz kommunizmga qarshi ish qilmaymiz biz. Kommunizmni nima qilish kerak? Xitoy ash kommunizm bilan qiyomat bu dunyoga kelsin Xitoylar ishimiz yo'q bizning. Ama bizniki bu vatanning da'vosi bu. O komünizmda, komünistlarda, demokratlarda işimiz yok. Lekin bizniki bu Xitoy perese, mo'shuna g'al desa, naynaqlab Xitoyning qo'ltiga kirib oldi ekanda, endi ma yosh bolalarning ichidan Xitoy perese chiqib qolishi bu tabiiy ahvol bu. Chunki bu bolalarning o'zi chet elda bu ishga tasoddifiy aralashib qoldi, keyingi kunlarda aralashib qoldi. O vatandagi chaqlarda bo'lsin, o'qish davri bo'lsin, bu bolalarniki bundaq bir dard yo'q bolalar bor. Bu ishni tigitakda tazi tushunib ketmaydigan bolalar yaqin yog'i datman bo'lib, bu ish ketilib ketgan bolalar. Lekin bu da'voning jarayonining qanday mang'ilganligini bular tazi yaxshi bilmaydigan bolalar. Endi bilsimi qarab baqsa, o'zidan burunqilar Xitoylar apaq-chapaq bo'lib Tayvanga berib, naminalda Xitoylar samsaqlab, jusa o'sirib, mana jugan bo'lgan ekan. Ondan keyin o sen Xitoy bilan maqsan bo'ladi ekan, yo men maqsan bo'lmadi ekan deb mana Xitoyga talashadigan bir ish kelib chiqdi endi. Bu endi normal ahvol o bolalar uchun. O bolalarni endi Xitoy perest deb tilashdan burun, biz tanqid qilishdan burun. Bolalarninki oldingi ulgu ko'rsatganlar, o bu yo'lni besib o'tganlarning o'zininki adovatisi qo'yadi. Turkiyaning o'zi Jungoga yordam qilish damligini qurgan, shunaqa mas'ul bo'lgan deb Nuri Turkiyaninki gapini dedingiz. Endi oshunda doniq odamlar ashadi doniq uni bitinga olmayman unda narsalarni. Pervayim pelak bu advokat olamdı, bilimlik zali olamdı, Aksaray'dan çıkıp Köksaray'a gelmedi. Bitiyim ben üçün onda mesela. Millet üçün bitiyor onda adamlar. Bırakız gidip başladı. Onun var tüfeği değişke. Ötken yılda Uygurlar tarihten bilen optimiya üçün. Xitayning iki ve sırtıdık Uygurlar tarihten bilen optimiya üçün köreş kılıp kilovatıdı. Ama Xitay bizi töhmet yapıp bizni bölgünçiye bula davalıdı. Müstakilçi davalı dedi. Manda degan tugidi onaki siyosiy salohiyati yo'q, o tövbe qilish kerak aslida. Ammo oshuni ham ashari dong'izlab qaraydi-ku ular hamda o qarab baqsa har ishga kirib chiqib yurgandan keyin, mushu odamlar Xitoylar oppoq-chapoq yursa bo'ladi ekan, yo'q. Biz endi aran qilib mansabni meni qo'lga kelib desak, nima uchun Xitoy bilan birga yurmaydi ekanmiz deb qapildan bolalar texi. Endi ular bilmaydigan ishlari bor bolalarniki. Hani ki bildiğin işlerin başlağı, aldığın Xitoy perest olsa, her Kızılgilas Xitoylar bilan birga o'ltirib жүрсе endi bu Xitoylarga Amerika ba'zi chog'da Xitoylarni birga chaqirib qo'ydi cho'ng-cho'ng yig'inlarga. Ma Uyg'ur da'vogar bolalar bilan, yoshlar bilan birga Xitoylarni chaqirib birga resimga chiqib, menda qilgan ishlarim bor ekan. Ular nima ish qildi desanglar, Uyg'urlarni Xitoylarni hammasi kommunizmga qarshi bo'lgan ekan deb menda tushuncha bilan hemen de o'xshashgan deb ular sirtdan mana qarab, naq maydonga chaqirib qo'ydi ekan. Ammo o'zi apaq-chapaq bo'lib, belki ashundachilik o'ynab, unda u yerga birga berib, birga kelib mana yurishi endi o'zining maydoni. Ammo ba'zi yig'inlarda, ba'zi sorunlarda Xristian Xitoylar bilan va hokazolar bilan sahib qollar chaqirib akilib, men qatnashinglar desa, vaqtda Xitoy ekan men kirmayman deb buni chiqarmaydi endi. Bu chataq masala shu. Unda tasodifiy berib qolganlarmi bor Xitoy bilan bir sorunga. Sahibxonninki taklifiga asosan. Ondaki izci Xitoy bilan birga yurib, Xitoyning oqisini birga yurganlar bor. Mana Xitoyninki fishiga eslab turib, men cho'ng yerga kirib chiqa olmayman deb. Manda o'ylab qoldi. Cho'ng yerga kirmiz, nima bo'pti? O cho'ng yerning o'zimi kirib, oxir 2018-yil 6-noyabrda Qunga Tripikga kelib chiqdi Uyg'urlar cho'ng yerdan. Betikdan yenib chiqdi-ku. O Betinga Amerika Uyg'urlarning qilgan da'vosini. Keta qasqirin dedi, Xitoyning gipras dedi. Video o cho'ng yerning. Ama hazır Amerika Kongresi işini açıvatman çağının özüde, devlet meclisi işini açıp kira uygulu davarını ettivatman çağının özüde, Xitoy'la birlikte aşındaçılık güçlüsü, bu aslında bulmaydığı iş bu aslında. O öyle. Yani özü öyle ki ben fakat Uygur'un müstakilsi emas, örkeş bu okşaş. Örkeş aşındaçlık Uygur'la için kemeydi o burun. Ben fakatlı komünizme karşı. Xitoyning demokratik o'tkazadigan demokratik zot men. Shuning uchun Uyg'urlarga qarshi borsam, Tayvanlik meniki sabdoshlarim, sen milliy bo'lgunchi ekansan, cho'ng Xitoychilikka qarshi ekansan deb meniki daxli yetadi meniki inovatimga deb u yaqin kamaydi. Uning maydoni aniq. O rasmiy Xitoyning demokratik Gomindan Tayvan bayrağını ko'tarib, demokratik bayrağını ko'tarib, bayrağı ro'shan holda, nishoni aniq holda o'tirib chiqib, Xitoychilik bilan cho'ng Xitoychilik uchun, demokratik cho'ng Xitoy uchun xizmat qilayotgan bir kishi. Uning bayrog'i aniq.
Ama mavi bizning ko'klatimizni ko'taraylik, bayroq emas malni ko'tarag'ini. Ko'klatni ko'tarib yurib, bu Xitoylar bilan birga appoqcha yurganning o'zi bu asli to'g'ri ish emas bu. Ko'klatlar buni ko'targanligi, bularni ko'tarag'ini. Shunga diqqat qilish kerak bu qarindoshlarimiz. O'ylaki endi bular qilib mening maydonim ha, nima demoqchi o'qinim. Mening maydonimni Xitoyning kommunizmga qarshi davosmaydi. Bizning mavi ay yulduzlik ko'k bayrog'imizni ko'tarib turib, buni bir ko'klatning naqini ko'tarib elib buni mening maydonim Xitoyning kommunizmiga qarshi, men demokratik Chongjongoninki bir xizmatchisiman deb muandaq qilsa, vaqtida bu sapni bekalash kerak. Bular xato bo'laniki, eliki nimaga o'rnagan, ko'k bayroqqa o'rnagan, qizil bayroq bo'lib qoldi bular. Qaramas vaqtida. Shu demisimiz shu, endi hozir biz anaqa nima deymiz, nurg'un qatimli qirg'inchiliklardan keyin bo'lib mush qatim keng ko'lamda qirg'inchilikdan keyin Xitoy bilan birga yashashniki mumkin emasligini haqiqatan his qildik. Ham bu yerda mayli demokratisi bo'lsin, kommunisti bo'lsin, dinchisi bo'lsin, yana birisi bo'lsin, qendi eqiyotgani shu Xitoymi? U Xitoy. Qarab baqada bu yaqin oyog'im shu bir necha xabarlarni chiqadi, chet elliklar, g'arbliklar. O'tganda shu Uyg'urning ovozini eng kuchlik bir nimada g'arbga yetkazgan shu Adrian Sens degan adam, shu germaniyalik mutaxassis. Hayron qolibdi, bir Londonda yashaydigan, uzun yillar yashagan bir yo'ngmi, bijima familiyalik bir Xitoy. Bir bichara Uyg'urning yozgan, ya'ni apam dadamni solab turmaga akirib ketgan 3 yil bo'ldi, xabarni olamidim degan bir guvohlik bergan nimasining ostiga xo'p bo'pti, hamma tuquningni akirib ketishchi deb yozibdi Xitoy. Normal bir Xitoy bu. O'quvchiga anglasak. O Adrian Sens degan adam ko'rib, to'g'ri deb yaxshin ishlab qolibdi. Biz kommunist Xitoylik emas, Xitoy ideyasiga mu diqqat qilishimiz kerak, Xitoychilik ideyasiga deganni yozib berdi adam. Mushu chet elliklar jinida shuni his qilib bo'ldi, ya'ni Xitoy deganning bir g'ayri maxluq, rahimsiz bir maxluq ekanligini. O mayli qizil galostuk taqib olsin, yeshil galostuk taqib olsin, do'ppi kiyib olsin yoki shapka kiyib olsin, u baribir Xitoy. Uni bilan birga yashadim. O mayli cho'ng, junxo, bijnimisi birlikka qur va yoki haqiqiy avtonomiyani bas avtonomiya deb yasha. Sen baribir Xitoyga o'xshamaydigan bir g'ayri maxluq, seni yo'qotmay turib Xitoy uf demaydi har qandig'i. Buni aniq bilishimiz kerak. Bugun hamda bir nechta temada nima qildik, Abdurimjon? Hamda bu yerda xalqimizga deydiganimiz, ey Uyg'ur, kallani silkivat. Nima bo'lsa to'g'ri deb o'tiradigan, nima qanday razilliklar o'tirg'i chiqsa-mu, yo'l qo'yib, mening ishim yo'q deb bir chetda o'tiradigan holatingga xotima bergin. Bo'lmasa, sening yo'qolganing yo'qolgan. Chunki sening mush qiliqlaring Xitoyga moslashmaganlik bo'ladi. Xitoy shuni kutadi sendan. Hozir chet elda abay degandek biz tilga olgan Xitoyning depiga usul o'ynayotganlar har qanday ish qilsa, sen sukut tutsang, qarshilik qilmasang, hatto qo'zg'alib uni o'rnidan qo'zg'ab yo'qotmasang, sen mo ashlar bilan tang Xitoyning depiga usul o'ynagan bo'lsa, shu vatanda qon to'kayotgan qarindoshlaring sanamo la'nat o'qiydi. Bugungi programmamizning asosiy maqsadi shu. Xo'sh, shuarni men to'g'rilab oldim, Abdurimjon apandi, endi sizning shuaringizdan olgandan keyin programmani oxirlashtirsak. Evet, sizin shuaringizga men qo'shilma, ovoz qo'shima. Endi ba'zi bir qo'pol gapmi chiqib qoldi og'zimizdan, qopib qoldik qarindoshlar. Endi bu shunday bo'lishga tegishlik. Endi vaziyat bu yerga yetgan chog'ning o'zida yana to'g'ri tushunishning o'zi bu ig'ir darajadagi bir mo'rmas, kalaga o'xshash tasvirlab qo'ysak bo'ladi o'zimizni qarindoshlar. Hamma narsani to'g'ri tushunaveradigan yerdan o'tib ketdik. Agar biz hech bo'lmasa 98-yildan burungi vaziyatda bo'lgan bo'lsa, vatanimizning ahvoli
80 yılı bilen 2000 yılının arasındaki vaziyet kiçik olsun boğan bolsa, o vaqtda andayken maçat eldeki mandaqlıqı yaramsızlık işlarının özüge oy boptular vaqtın ötkençe oңuşluk kütüdü o. Bildiği yeri bağdı o özünki dep manda qarşanlı boleti. Hazır bugünkü günde bulupmu Şərqdə bir tuxum qoysa qərb göründiğin dünya şunda tüpüzüp ketdi qarindaşlar. Məşə devatman gapni hazır bütün dünyada sizə anlayalaydigan, bilalaydigan bo'lib ketdinglar. Mushundaq bir vaziyatning o'zidimi yana qo'pib, ma odamlarniki biladigan vadi, quvvatqani to'g'ridir deb manda qilgan qandaq ifoda bildirib o'ltirmaydi qarindoshlar. Sapni arish kerak, ochiq ochga ariydigan taqda biz hozir ayrib haqiqiy manda qilgan millatninki bayroqni yo'ginib turib, bu bayroqni o'zini dafsanda qilayotganlarning o'ziga gap bilan hech olmaz qo'ldan hech nima kelmasa gap bilan bir jumla xat bilan norozilik bildirish kerak qarindoshlar. Ko'p vaqtni olib ketdik, hamma uzun so'zlashib ketdik. İnşallah keyingi kemilarda bir suhbatlashamiz. Rahmat. Rahmat Abdurrahimjon efendim. Biz asli şu yakın ayağı belki ekrana çıkmay az görünüşümüzge sebep mi biz mi poqya sükütte duruş usulunu tallap qalğan bilip bilmey köngül ağırganlık üçün vankatif qaygaşkerlik üçün emas münafıqlarga çavaq çağanlığımız üçün emas ama meyusleniş, ümitsizleniş, köngül ağrış müştaq sebepler tüpeyli sel avazımız besiqib qalğan işimni qilaychi deydigandek bir irada kelib qolgan ama tövendeki bizning idimizdeki qarindoshlarimiz bizni o'ttirg'izmadi. Bizning qo'ngimizga tepdi. Gap qilmamsa sening zuvoning bo'lgandan keyin ayada alıcıq to'layotdi, yana xalqni aldayotdi, xalqni xato yo'lga boshlayotdi. Gap qilmamsa deb bizni o'tda qilib qo'ymadi. Shunga Abdurrahimjon efendim haq meni qo'ngim tepsa, men sizning qo'ngingizga tepma, pat-pat endi mushlar bir haqqani gapni o'tamsaq bo'lmaydigan o'xshaydi. O'lib ketadigan jon bu. Qachon o'ldi, ati o'lamdiq, o'gillikni bilmaymiz. İnsandek yashab, bunaqa bir naqshida aytgandek, nima haqni deb o'lsang, armon nima haqni deb o'lsang deydigan bir gap bor Uyg'urlarda. Haqiqatan shu. O'lib ketimiz ati o'gin. Ko'ngildagi gapni haqni so'zlab o'lib ketsak biz rozi, Abdurrahimjon efendim. Şuna bundan keyin men o'rinligimni tashlab agar mushundoq alıcıqi ishlar o'tirg'a chiqib tursa, pat-pat siz bilan mushundoq shakldagi suhbatlarni qilish orqali bugun endi ba'zi qarindoshlarimiz xat yozish orqali fikr bayon qildi. Bundan keyin mushta ishlar bo'lsa, bizga yoki xat yozish yoki telefon qilish orqali biz bilan o'rtaq fikr qatnashtirishini mushtaq programmalarga umid qilamiz. Rahmat Abdurrahimjon efendi, kesh bo'lib ketdi, vaqtingizni qoldim. Yana bir ko'rishgacha omon bo'ling. Xayramisa, Allohga omonat. Xo'sh, Allohga omonat. Gözlerimden döner gahi bıraktı. Bir Uygur gülümse çıraktı. Seviniştiğinizi taşar kırgaktı. Ben seni şu kadar sevindim vatan. Ben seni şu kadar sevindim vatan. Seviniştiğimizi taşar kırgaktın. Ben seni şu kadar sevindim vatan. Ben seni şu kadar sevindim vatan. Yağmur her
kaçan dersen aman. En güzel düşlerde gözüm var. Hıyallar her kaçan gezersen tamam. En güzel düşlerde gözüm var aman. Bağrınga kümülmek en güzel armağan. Ben seni şu kadar sevindim vatan. Ben seni şu kadar sevindim vatan. Bağrımda kümülmek en güzel armağan. Ben seni şu kadar sevindim vatan. Ben seni şu kadar sevindim vatan. Kuşlarga qaray men nimadur özlep. Vatanim aslidim kimikinde. Kuşlarga qaray men nimadur özlep. Vatanim aslidim kimikinde. Dıllarga tutuya her taş her giya. Ben seni şu kadar sevindim vatan. Ben seni şu kadar sevindim vatan. Dıllarga tutuya her taş her giya. Ben seni şu kadar sevindim vatan. Ben seni şu kadar sevindim vatan. Ben seni şu kadar sevindim anam. Ben seni şu kadar sevindim babam. Ey Rahman.